siz mana shu masalada, ya'ni Alloh osmonda deganda siz nimani qasd qilasiz? Nima e'tiqod qilayotgan bo'lasiz? Shu e'tiqod qilayotgan narsangizni ochiqlab bera olasizmi? Osmondaligini qasd qilaman. Ya'ni osmonda deganda qarang. Alloh osmonda deyotganingizda bu Alloh osmonda lafziy dalolat qilayotgan ikkita ma'no borda. Ya'ni osmonning ustidaligi bor yoki osmonning ichidaligi bor. Siz qaysi birini qasd qilyapsiz? O'zi siz osmonni bo'shliq deysizmi yoki bir jism deysizmi? Men osmonni makon deb bilaman. Aha. Shu makonda Alloh taolo. Ya'ni shu makonni ustidami, ichidami? Mana sizga aytib beray. Shu osmon bo'ladigan bo'lsa, osmondan keyin arsh bor, to'g'rimi? Yo'q, osmondan keyin arsh yo'q. Nima bor? Suv bor, keyin arsh bor, to'g'rimi? Yo'q, unaqa emas. Nima bunda? Arsh qayerda arsh? Siz bilmaysizmi, mana bu siz mana shu narsa bilan takfir qilayotgan odam. Hozir qarang mana. Siz o'zingiz bergan savolingizni o'zi ichiga hech kim kirmaganda. Muhammad alayhisalom osmonda degan bo'ldi. O'sha osmonda deyotgan lafz bo'lyapsiz. Shuning uchun aytyapman. Qarang, osmonda arsh bor. O'sha arshda Alloh taolo. Qarang, hozir siz mana shu narsa bilan takfir qilayotgan odam bu narsani siz o'sha qovulni dalolat qilayotgan ma'nosini tushunayotgan bo'lishligingiz kerak edi. Ya'ni yaxshi bilishligingiz kerak. Hattoki men ko'ryapmanki, siz bu hadisni yaxshi bilmaysiz hamda. Ya'ni osmondan keyin nima borligini ham bilmayapsiz-da. O'zi aslida osmon so'rayapman, men hozir bilaman, bilmayman deganim yo'q. Ayo, siz takfir qilyapsiz-da. Bormi, yo'qmi? Hozir savolimga javob bering. Osmondami, osmonda emasmi? Qarang, arsh osmonda deganingizda siz osmonning ichini qasd qilyapsizmi, osmonning yuqorisini qasd qilyapsizmi? Nauzubillahi min zalik. Osmonda ichida bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin-da. Chunki fi lafz jalolasi ba'zan ichida ekanligiga qarang. Masalan, solih fil bayti desam, hozir shunda solih fil bayti degan lafzim solih uy tepasida degan ma'noga dalolat qilishligi mumkinmi yoki solih baytning ichida, ya'ni uy ichida deyotgan narsaga dalolat qilishligi mumkinmi? Ha, osmon shunda uymi? Qarang, osmon uy emas, osmon makon, uy ham makon. Misol qilyapsiz, to'g'ri misol qiling. Abu Ismoil. Qarang, men makonga makonni qiyos qilyapman-da, Solih. Osmon makonmi shunda? Makon emasmi? Ha, makon. Endi sizga savol. Alloh taolo osmondami, osmonda emasmi? Javob beringchi. Alloh azza va jalla arshga istivo qilgan. Aha, shu arsh qayerda? Arsh 7 qat osmonni Imom Muslimda hadis keladi. Imom Muslimdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar-ki, 7-qat osmonning ustida kursiy bor, kursiyning ustida suv bor, suvi ustida arsh bor deganlar. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar-ki, dunyo, mana bu biz yashab turgan dunyo xuddi birinchi osmonning ichida katta bir sahroga otilgan bilaguzukdek deganlar. Va birinchi osmon ikkinchi osmonning ichida katta bir sahroga otilgan bilaguzukdek deganlar. Ya'ni birinchi osmon, qaraysiz, biz yashab turgan dunyo birinchi osmonning ichida, birinchi osmon ikkinchi osmonning ichida, ikkinchi osmon uchinchining ichida, uchinchi to'rtinchining ichida, to'rtinchi osmon beshinchi osmonning ichida, beshinchi osmon oltinchi osmonning ichida, oltinchi osmon yettinchi osmonning ichida. Kursiy, Alloh azza va jallaning kursiysi oyatul kursida keladi. 7 ta osmonni ham qamrab olgan va buni kursiyning ustida suv bor, suvi tepasida arsh bor. Arsh esa butun mahluqotlarni, butun borliqni, ya'ni barcha makonlarni qamrab olgan. Alloh azza va jalla esa arshga istivo qilgan, arshni ham qamrab olgan. Hozir siz fis sama deganda Alloh azza va jallani ulug'ligini qasd qilyapsizmi yoki Alloh azza va jallani osmon degan bir makonning ichidaligini qasd qilyapsizmi? Chunki hozir siz kim bo'lishidan qat'iy nazar, lafz dalolat qilayotgan narsa ikkita bo'lgandan keyin ham lafz jihatidan, mana urf jihatidan ham insonlar mana shu fi kalimasini ikkita ma'noda ishlatadi. Ba'zan ustida ekanligiga ishlatadi arablar urfida, ba'zan ichida degan ma'noda ishlatadi. Lekin o'sha bir inson shuni inkor qilayotgan paytida, ya'ni osmondaligini inkor qilayotganda, ya'ni Alloh azza va jallani o'sha mahluqqa ichida ekanligini inkor qilyaptimi? Yoki bo'lmasa Alloh subhanahu va taoloning haqiqatan arshga istivo qilganligini, ya'ni arsh degan makonga istivo qilganligini, ya'ni inkor qilyaptimi? Mana shu narsani ham so'rash kerak emasmikin deyman-da, nima Solih? Yo'q, uni so'rash kerak emas. Muhammad alayhisalom shu joriyaga aytganda so'raganmi, so'ramaganmi? Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ramagan bo'lsalar ham, savolimga javob bering. lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarang, so'radimi, so'ramadi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ramadilar. Chunki arablarda bitta narsa bor-da, qarang. Chunki bizning urfimizda va tushunchalarda farqlilik bo'lganligi uchun so'rayapman. Tushunyapsizmi? Masalan, qarang. Qur'on sunnatda unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. Siz nimaga Muhammad alayhisalom qilmagan narsani qilyapsiz? Yo'q, endi qarang, Muhammad alayhisalom qilmagan har bir ish insonni dindan chiqarib tashlaydimi? Aqidada shunday, ha, shunday. Faqat aqidadami, amalda unday emasmi? Shu aqidaga amal qilishda ham bitta narsa nimaga bo'lyapsiz? Nimaga aqidaga amal qilishlik? Masalan, bir inson bir narsani amal qilishligi mumkin, lekin aqida qilmasligi mumkin-ku.
misol keltirib berayim. Din asliga maydalashmang nima? Yo, maydalashmang. Qarang, asliga turganda o'sha ham kirib ketaveradi. Yo, tadabbur. Lekin masalan bir kechagi kuni jinni kelib yozdi-ku, TikTok ishlatish qanaqa amal deb. Bular kirmaydi, bular dindan emas. Mana shu narsada ham dindan emas deyapsiz-ku. Furularda dinga bevosita bog'liq bo'lgan jihatlari bor-da. Masalan, siz hozir aroq ichishlikni dinni asliga bog'liq bo'lgan tarafi yo'q deya olasizmi? Agar halol sanamasa yo'q. Halol sanamasa demak harom sanayotgan bo'ladi. Demak dinni asliga bog'liq tarafi bor ekanda. Agar o'sha narsani halol sanasa u kofir bo'ladimi? Shuni nafsiga kirib, mana qarang. Harom sanab turib, u kofir bo'ladi. U din aslidan endi. Ha. Ko'ryapsizmi? Ana o'zingiz e'tirof qilyapsiz. Ya'ni dinni furularida ham, ya'ni amaliy masalalarda ham dinni asliga bog'liq bo'lgan tarafi bormikan? Yo'q deyapman-ku. Bog'lasa bo'ladi, bog'lamasa bo'lmaydi. Mana hozir aroq ichdi, shuni harom deb sanaydi. Din asliga bog'liq joyi bormi? Harom deb sanashligida, harom deb sanamasa yo halol deb sanash kerak. Hozir qarang, halol sanash bilan harom sanashlikning o'rtasida hech qanaqa variant yo'q-da. Uchinchi variant qaysi variant bor? Mana siz olib kelib bering-da. Bu ichgan arog'i dindan chiqaradimi, chiqarmaydimi? Ichgan arog'ini dindan chiqib chiqarmasligi uni aqidasiga qaytlanadi. Aqidadan uzilib qolgan alohida bir mujarrad holati bo'lmaydi. Demak, dinni asliga bog'liq ekanmi? Mana qarang, bir kishiga shu aroq ichmaslik yetib kelmadi hali. Ichsa dindan chiqib ketadimi? Endi qarang, ana shu arog'ini ichayotgan paytda o'sha aroq savolga javob bering, savolga javob bering. O'sha savolingizga qarang, savol bilan javob beryapmanki, siz ham boshqalar ham yaxshi tushunishlik uchun. Javob bering, ular kalomchilik o'tmaydi. Yo'q, bu kalomchilik emas-da, faqat dinni tushunishligimiz uchun qilinayotgan narsa-da. Tushuntirib o'tib ketyapmiz. Ha, bitta siz eshitmayapsiz-da bu masalani. Yo'q, tushuntirmang. Javob kerak. Bir kishiga aroq ichishlik yetib kelmadi hali. Ichmaslik. U ichib qo'ydi. Shunda qayerda aqidaga bog'liq joyi bor? Aqidaga bog'liq joyi u aroni halol deb bilishligida. Unga aroni haromligi haqida xabar kelmasa, u halol deb ichayotgan bo'ladi. Halol deb ichayotganligi uchun unga xabar kelmaganligi uchun jaholati xabariy masala bo'ladi-da, lekin uni shu nimaga asliga taqayapsiz bo'lmasa? O'sha narsaga unga xabar yetib kelgandan keyin baribir dinni asliga bog'lanib qolyaptimi avtomatik? Yo'q. Nimaga bog'lanmayapti? Halol sanasa keyin o'zi bog'lasa bog'layapti-da. Bog'lamasa qanday bo'ladi? Masalan, bir kishi aroqni ichib yordi. Shu e'tiqodida shu haromligini biladi. Ha. Shu ichib yorganligi dindan chiqaradimi, chiqarmaydimi? Gunoh bo'ladimi yoki kufr bo'ladimi? Shuni aytingchi. Agar u aroni harom deb e'tiqod qilib ichayotgan bo'lsa, gunoh bo'ladi. Agar aroni halol deb e'tiqod qilayotgan bo'lsa, kufr bo'ladi. Dinni aslini buzib tashagan bo'ladi. Bog'lasa bo'larkan. Qarang, hozir halol aloqasi yo'q ekan. Xo'p, aroni halol deyotgan paytingizda siz dinni asliga aloqador, ya'ni bog'liq joyi yo'qmi? Aroni halol deb bilishlikni, dinni asliga bog'liq. Halol yo'q. Halol deb bilsa-da, shuni bog'lasa bo'ladi deyapman-ku. Bog'lamasdan shunday ichsa-chi? Bog'lamasdan shunday deb qarang. Agar aroni bog'lamasdan ichsa, demak uni halol deb e'tiqod qilayotgan bo'ladi. Qarang, agar Nauzubillahi min zalik. Harom deb e'tiqod qildi. Nima bo'ladi shunda? Harom deb e'tiqod qilsa, ichgan arog'i uchun gunohkor bo'ladi, dindan chiqmaydi. Ana, demak bu narsa umuman boshqa ekan. Agar shu aslda buzsa, keyin aslga taqozo qilar ekan, to'g'rimi? Aslida buzdan emas ekan. Siz qarang, aroni ichishlikdan aqidani siz ajratib ola olmaysiz. Nimaga bilasizmi? Aroni siz qanaqa qilib ajratib olasiz? Men shunga tushunmayapman. Aroq hozir biz Alloh osmonda degan mavzuga siz aroqni ko'tarib kelganingizga men kulgi o'qista o'tiribman. Yo'q, aroq bor Allohda osmondami yo'qmiga? Aroqdir. Shunaqangi kalomchilik qilaverasiz. Yo'q, bu kalomchilik emas-da, chunki mavzudan qochib aroq deysizlar, boshqa deysizlar. Nima qizig'i bor hozir Alloh osmonda bilasiz? Qarang, Allohni osmonda deyishlik. Asl bu. Bunga uzr yo'q. Qarang, Allohni osmonda ekanligi xabariy masalami, asliy masalami? Mana Alloh arshga istivo qilganligi. Asli demak, u vahiydan oldin bilinish kerak bo'lgan masala, to'g'rimi? Alloh arshga istivo qilganini bilishlik. Yangi tug'ilgan shu bolaga ham shu 5-6 yosh bo'lganda Alloh qaytadan siz fitratiga joylashgan bu. U arshda deydimi? Alloh yangi tug'ilgan bola Alloh arshda deydimi? Osmonda deydi. 5 yoshli bola deydi. Qarang. Alloh subhanahu va taolo arshga istivo qilishligi Allohni osmondaligi fitriy masala emas, Allohni ululigi fitriy masala. Solih. Boshqasini ayting, hozir Allohni osmonda ekanligi asli masala emas, to'g'rimi? Allohni osmonda ekanligi fitriy masala emas. Qarang, Allohni oliyligi, ya'ni yuqorida ekanligi, oliy darajada ekanligi fitriy masala. Agar inson osmonni nimaligini bilmayotgan bo'lsa-chi, bilmasligi mumkinmi? Jinni bo'ladi-da shunda. Masalan, osmonni ko'rmagan odam, mana tug'ildi, ko'zi ko'r. Osmonni ko'rmadi. U qanday biladi? Ya'ni fitrati bilan tug'ilyapti, ko'zsiz tug'ilyapti. U qanday biladi Allohni?
Unda shirkiga jaholat uzr bo'ladimi shunda shu odamni? Boshqa qani? Mana bir odam tug'ildi, bir chaqaloq tug'ildi. Shu chaqaloq tug'ilganida Yo'q. Aqli bormi o'sha odamni? ha, aqli bor. Osmon aql bilan ko'riladigan narsa emas-da. Hozir kalamchiga qarab endi ko'rga o'tgan. Qarang, Aroqqa qaytamiz, Solih. Aroq masalasini. Alloh subhanahu va taolo osmonda ekanligini joylagan. O'shaning uchun qarang. Mana bunday Solih. qilaylik, Yo, qarang. Aroq masalasiga qaytaylik, Siz Solih. Alloh taoloni Shuni osmonda ochiqlab bering. to'g'rimi? Abu Ismoil? Alloh azza va jallani Yo'q, to'xtang. Mana hozir cho'zilib ketyapti. Osmonda deb bilasizmi? Alloh subhanahu va taoloni 7 qat deb bilaman nima? qarang, osmonda deyotgan kalimada insonlar ikkita ma'noni tushunish ehtimoli bor bo'lganligi uchun voqeligimdan chiqib kelib turib, Alloh subhanahu va taoloni men osmonda deganda Allohning ulug'ligini, ya'ni oliyligini qasd qilaman. Alloh azza va jallani aslida men arshga istivo qilganini e'tiqod qilaman. Mana shu yerda to'xtang. Alloh subhanahu va taolo osmondaligidan murod ulug'ligi degan bitta hadis yoki oyat keltirib beringchi, marhamat. Ar-Rahmanu alal arshi istava. Rahmon bo'lgan zot Abu Ismoil. Ar-Rahmanu alal arshi istava. Tavillaringizni Alloh taolo arshga istivo qildi. Tavillaringizni bitta aytmaysiz. Undan murod ulug'ligi, bundan murod ulug'ligi degan gaplar yo'q. Alloh taolo osmonda zoti bilan makonda Alloh subhanahu va taolo. Ana Buxoriyda 7517-hadisda u zot makonda edi deb ochiq keladi. Undan murod deganingizga dalil so'rayman. Dalil keltirib bera olmaysiz. Tushundingizmi? Bunaqa dalil yo'q. Chiqingchi mayli. Abu Ismoil chiqingchi. Mana men nima tashab qo'ydim, ko'tarmayapsiz, baraka topkur. Chunki dalil keltirib berasiz, keyin gapirasiz. Ulug'ligi degan oyat hadis ayting, keyin davom ettiramiz. Qarang, Alloh subhanahu va taolo arshga istivo qilganligi mutawatir nasmi? Yo'q, men sizdan savol so'rayapman, menga savol bermang. Savolingizga javob beryapman. Savolingizga dalil bering. Qarang, Ar-Rahman alal arshi istawa. Javob bermang. Mana Ibn Abbos radhiyallohu anhu Zumar surasining 56-oyatini Abu Ismoil, Alloh taoloni osmondaligidan murod ulug'ligi degan hadis yo oyat olib kelib bering, marhamat. Boshqa narsa aytmang. Alloh subhanahu va taoloni agar hozir siz bitta tavhid ahli bo'lib qolyapsiz, ya'ni Qur'on va sunnatdan yoki Alloh azza va jallani xo'p, savolga javob beraman, eshitib turing-da. Siz hozir men sizga agar Alloh subhanahu va taoloni hozir o'zingiz aytgan da'voyingizga dalil bering. Alloh taolo osmondaligidan murod uni ulug'ligi degan oyat hadis bering, marhamat. Xo'p, ulug'ligi ekanligini men hozir qarang, Imom Ahmad raddu ala jahmiyasini ochaman-da. Mana shu narsani. Yo'q, Imom Ahmaddan emas, Qur'on hadisdan so'rayapman. Qarang, Qur'on hadisi shu salaflar sanadi bilan Imom Ahmad o'zini sunnasida yoki raddu ala jahmiyasida har bul Kirmoniy o'zini yoki raddu ala jahmiyasida. Ana qochyapsiz-da. Ana shu mushrikligi bo'ladi. Qur'on hadis desa bir rasmini qo'yib qo'yganman, ana katta kalla qilib. Imom Ahmad prichom bu yerda? Alloh subhanahu va taolo aytayapti: "Fa in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allohi va rasul." Agar biror bir narsa borasida talash tortsaling, Alloh va uning rasuliga qaytaringlar deyapti. Ahmad ibn Hanbalga qaytaringlar degan yo'q. Bu mana nosog'lom Ahmad ibn Hanbalga qaytaryapti. Alloh taolo davomida aytayapti: "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Agar musulmon bo'lsang deyapti. Ko'tar deyapsiz. Mana yana ko'taraman. Oxirgi imkoniyat. Allohning osmondaligidan murod uning ulug'ligi degan oyat yo hadis aytasiz, keyin davom ettiramiz. Oyat hadis ayting, tamom. Solih, oyat ayt. Qarang, Alloh subhanahu va taoloning oyatini aytsam, Ar-Rahman alal arshi istawa desam, Ar-Rahman bo'lgan zot arshga istivo qildi desam, nima bor? Qanaqa ma'no bor? Xo'p, qanaqa ma'no bor? Degan Alloh subhanahu va taolo osmonda ekanidan murod uning ulug'ligi degan hadis yo oyat. Xo'p, unda nima siz tushuntirib bering-da, baraka topkur. Mana men shunaqa tushundim, qarang. Men sizdan hozir bir narsani tushuntirib beraman degan yo'q. Siz shunaqa deb da'vo qildingiz, shu da'voyingizni qayerdan oldingiz? Qaysi oyat, qaysi hadisdan ayting, deyapman. Agar yo'q, men Qur'on hadisdan olmaganman, o'zim shunaqa tushunib olganman desangiz, ana tushuntirib beraman. Xo'p, ismi Solihmidi? Solih. Men aytayapmanki, Alloh subhanahu va taoloning osmonda ekanligi, ya'ni ulug'ligi dedim. Siz aytdingizki, bu narsani aytyapsizki, men imom qarang, men oyat aytdim. Oyatda Ar-Rahmanu alal arshi istawa desam, Alloh azza va jallaning ulug'ligiga, ya'ni Alloh arshga istivo qilganligi, arsh esa osmonlar yuqorisida ekanligini o'zingiz e'tirof qildingiz. To'g'rimi desam, to'g'ri dedingiz. Ya'ni Alloh azza va jalla mahluqlarning tepasida arsh turganligini e'tirof qildingiz. Alloh shu arshga istivo qilganini, Allohdan tepada hech kim yo'qligini o'zingiz e'tirof qildingiz. Endi men sizga Imom Ahmadning sunnasidan yoki raddu ala jahmiyasidan, ya'ni osmondaligidan murod, ya'ni salafni tushunchasi mamlaqa bo'lganini olib kelib beraman desam, siz
Menga oyat hadis olib kelib bering deyapsiz. Xo'p, oyat hadisni men olmayman, Oyat mayli. hadis kerak. Xo'p, Salafni tushunchasi Hop. ham, Ahmad ibn Hanbalniki ham menga Hop. biting. Hop. Qur'on va hadisga iymon keltirganman. Tamam. Ahmad ibn Hanbalga iymon keltirmaganman-da. qabul qildim shu gapingizni. Endi qarang Solih. Ha, mana hozir Insof siz aytdingizki, insof to'xtang nuqtai mana. nazaridan Oxiriga gaplashamiz. Oxiriga gapiring mana. To'xtang mana. Siz aytdingiz. Undan murod, ana oyat aytyapsiz-da, Alloh arshga istivo qildi deyapsiz. Bu men sizdan Alloh qayerga istivo qildi degan narsani so'raganim yo'q. Alloh subhanahu va taolo ululigi haqida mana bu oyat, mana bu hadisda osmonda deganidan murod uning ululugidir degan oyat hadis ayting. Bo'ldi, tamom, o'chaman. Xo'p, agar unaqa bo'lsa, mana Uzr ham siz so'rayman sizdan. mana qarang. Xo'p, uzringiz kerak emas, shu shariatda gaplashyapmiz. Bu shaxsiy masalalar emas. Rost ekaniga. Yo, bu agar tushirib olishligingiz bu qo'rqishlikda, ya'ni o'zini botilligini ko'rinib qolishlikdan qo'rqish bo'ladi, Solih. Yo, unaqa emas. Rostdan shunaqa bo'ladi. O'z bilib turibsiz-da, yo'q. Agar qarang, agar men gapirayotgan narsani safsata bo'lsa, qarang, hatto shu yerdagi eng ilmi past bo'lgan odamlar ham meni safsata emas, haq bilan gapirayotganligimni bilib turibdi. Alloh azza va jalla eng oliy guvoh. Siz ana endi qarang, meni oyatda olib kelishimni qabul qilmadingiz. Xo'p, Imom Ahmadning qavlini qabul qilmayman deyapsiz, salaflarning fahmini. Endi siz tushuntirib bering. Nega qabul qilishim kerak? Ha, bo'pti, qabul qilmang. Yo, mana Qarang, xo'p deyman, tasamuhan. berishligim uchun mana Tasamuhan xo'p deyman, Solih. berishligim uchun Qarang, tasamuhan xo'p deyman. Unda siz menga Alloh azza va jallani osmonda degan qavli nimaga dalolat qilishligini yoki Alloh azza va jalla arshga istivo qilishligi haqidagi ma'noni bizga tushuntirib bering. Biz qanaqa tushunaylik? ha, tushuntirib beraman. Undan oldin siz ayting-da, ha, oyat hadisda unday gap kelmagan. Men shu bir kishining fahmiga ergashib olganman. Desangiz tushuntirib beraman. Yo, oyat hadisda shunday gap kelganda, faqat uni siz bilmayapsiz degani yoki siz uni bilmaysiz degani. O'shanaqa oyatda aytingchi, qaysi oyatda keladi? Ar-Rahmanu alal arshi istawa desam, oyat emas deyapsiz-ku. Ar-Rahman alal arshi istawa. Hozir mana qarang, tarjima qiling. Tarjima qiling. Rahmon sifatli Alloh arshga istivo qildi. Men Alloh qayerga istivo qildi deb savol berdimmi? Qarang, o'sha Nimaga aylantiryapsiz? istawa Alloh azza va jalla Alloh qayerga istivo qildi desam, Alloh qayerga istivo qildi desam, shu oyatda aytasiz. Men sizdan osmondagi zot, osmonda degandan murod uni ululigi degan oyat hadis ayting. Nimaga aylantirib bir narsa qilib ketyapsiz? Yoki yo'q deng, unaqa hadis yo'q deng. tasamuhan xo'p deyman. Shunaqa oyat hadis yo'q. Endi siz menga tushuntirib bering. Shunaqangi yo'q. Oyat hadis yo'q bo'ladigan bo'lsa, Xo'p, sizga xo'p deyman, tasamuhan. Oyat hadis yo'q bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi bekka chiqib oyat hadissiz, ha, tasammuh qilasizmi, boshqa qilasizmi? Yo'q ekan. Rost ekaniga yo'q. Mana shu Qur'onni ta'vil qilib, ma'nosini burib mana qaranglar. Alloh arshga istivo qildi degan oyat, Alloh qayerga istivo qildi degan savolga javob bo'ladi. Alloh taoloning mundan murod ululigi, mundan murod degan narsa hech qaysi oyat hadisda kelmagan. Mana shu mushrikligingiz bo'ladi. Bu bir. Ikkinchidan mana aytaman. Alloh subhanahu va taolo osmonda zoti bilan o'sha makonda. Alloh subhanahu va taolo shu to'g'ri, shu bor hadis. Lekin osmonda ligidan murod uning ululigi degan narsa hech qayerda yo'q. Agar shu gapi to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, unda ana u Moturidiylarning gapi bilan bir xil bo'ladi. Bu odamning o'zi ham Moturidi, ham Hizbiy, ham Salafiy, ham Vahobiy. O'shaning uchun bir Allohni osmonda ham deyapti. Va bu osmonda emas, undan murod shu yuqoriligi deyapti. Yana bir narsalar aytayapti. Lekin Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda o'zini osmonda ekanligini aytayapti. Va Muhammad alayhisalom ham axir men osmondagi zotning aminiman-ku deb e'tirof qiladi Muhammad alayhisalom. Allohning osmonda ekanligida. Allohning osmondaligidan murod o'sha ululigi demagan. Joriya hadisida bo'lganmi desam, o'zi aytayapti, bo'lmagan deb. Nimaga bo'lmasam bo'lmagan bo'lsa bular bo'ladi. Undan murod udur, bundan murod budur degan. Mana u hozirgi aytgan Abdulloh domla Allohni osmonda emas, la makon deydi. Makoni yo'q deydi. Yoki bo'lmasam hamma joyda deydi. Mana shunaqangi aqida to'poy aqidada. Bu kishi bo'lsa, shuni aylantirib shu Moturidiylarni oqlab bermoqchi xolos. Mana o'zlaringiz ko'rdilaring. Qur'on hadisda unaqa narsa yo'q. Gapiring mana. Surasi bor-u, tadabbur, yaxshimisiz, tuzimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Toha surasidagi 5-oyatda ham tarjima qiling desangiz, Alloh arshga istivo qildi deyapti-yu, bu tarjima emas bu. Bu tarjimani yarimta emas, ba'zini tarjima qilib, ba'zini tarjima qilmayapti. Bu istivo bu arabcha so'z, o'shani shunday aytib qo'yapti. Istivo degani Alloh subhanahu va taolo taxtiga o'tirdi bo'ladi, to'g'ri tarjimasi. Rahman o'zini taxtiga o'tirdi bo'ladi.
tarjima emas, yuqorida aytgan ham mana ezarayligini qilib Darimiyda ham hadis keladi-ku. Iza jalasa robb kursiyihi deb keladi-ku. Agar Robb Alloh taolo agar o'zini kursisiga o'tirsa, sumi'a lahu atit kal atitul rahrul jadid degan o'sha hozir aytgan Radda ala jahmiyalarida ham shu hadislar kechgan. Bu to'g'ri kelmaganiga kitob oladi, to'g'ri kelganini olmaydi. Mana shunaqa. Imom Ahmad gapiryapti. Imom Ahmad ham aytadiki, kim Allohni, ya'ni osmonda iloh yo'q desa, ya'ni Allohni osmonda demasa, u kofir deydi. Jahmiy deydi ya'ni. Albatta. Yo'q, hozir bu kishigachi mana Umayylar nima deyishga ham hayronmanda. Hozir ham Allohni osmonda deysizmi desam, ha deyapti. Lekin undan murod deyapti, bir o'luliga deyapti. Qaysi biri bu qanaqa odam bu? Aqidasi bormi? Bitta sobit aqidasi bormi? Bu odamni taniyman. Bu odam o'zi Allohni osmonda deb biladi, ha. Allohni osmonda deb biladi. Keyin ana yetmaganiga ana u Moturudi, Ash'ari, Hizbiy hammasini shu e'tiqodini ham to'g'ri deb biladi. Adashgan deydi, lekin bir kun men bilan ana Mahmud Abdumo'mni tarafini olib talashyapti. Davlat tiklashlikka yaraydigan oyat hadis bormi desam, fahkum baynahum bima anzalalloh degan oyatda aytayapti. Fahkum baynahum bima anzalalloh. Qani bu yerda shu yana aylantiryapti. Ularning orasida Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qil degan oyat bor. Qani bu davlat tiklash kerak desam, endi undan murod deb ketyapti. Hozir mana uchta so'radi. Alaflar ham bu gapni gapirmaganda ularga ham tuhmat qilib ketyapti orada shunaqa. Aytaman-da. Bular Allohdan boshqasini hukmini istab, ya'ni hukm so'rab borgan, tog'utdan hukm so'rab borgan kishilarni ham musulmon deydi ular. Shunaqa. Alloh subhanahu va taolo ochiq aytayapti ana Niso surasi 65-oyatda. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. O'z oralaridan chiqqan kelishmovchilikka seni hakam qilmaganlaricha keyin chiqargan hukmiga dillarida tanglik topmasdan butunlay taslim bo'lmaganlaricha zinhor iymon keltiruvchi bo'lmaydilar deyapti Alloh taolo. Bular mana musulmon sanaydi. Hali bir voqea bo'ldi. Shu jinniga hozir sizni guruhingiz bo'lsa ham bo'laveradi, masjidda ham bo'laveradi, faqat savollarga javob beramiz ikkala taraf ham, yoki bir vaqt tayin qilamiz. Gapirilayotgan paytda, savollarga javob berilayotgan paytda mikrofonlarni o'chirish bo'lmaydi. E'tiroz qilinsa, o'sha savolga javob berilgandan keyin e'tiroz qilinadi. Ovozni o'chirish yo'q, vaqt tayin qilinadi. O'sha qaysi masala, masalan, bitta masalani tanlaymiz. Agar xohlasangiz Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilishlik yoki qilmaslik yoki ism sifat masalasi, istivo masalasi, farqi yo'q. Men sizni tushundim. Faqat qarang, shu qizilga ana qilib mikrofonni bekitib eho qaytyapti kimdandir. Sizdan qaytyapti mikrofonni bekitib ko'rsangiz eho qaytar ekan. Sizni mikrofoningiz ochiq ekan. Ha. Shu masalan mikrofonlarni bekitmaysiz deyapsiz-ku. Shu bekitmaymiz. Masalan shu qarang, qaysi holatda shu bostirib ketsangiz, kufr shirkni targ'ib ketsangiz yoki savol berilganda savolga javob bermay boshqa narsalarni gapirib ketsangiz, shunda to'xtatiladi-da. Keling, faqat savolga javob bering deng va siz ham mendan shuni talab qiling-da yoki kim bilan gaplashsangiz ham. Qarang, hozir siz aytayotgan narsangiz, bu da'vo qilayotgan narsangiz botil uslubda, chunki payg'ambar alayhisalomni sunnatida yo'q bo'lgan narsada. Agar Makka mushriklari o'zlarini kufr, shirk bo'lgan o'sha e'tiqodlarni, da'volarni o'rtaga tashlaganda kufrni gapiryapsan, o'chir ovozingni, sen gapirma demaganlar-da. Nabrot Alloh azza va jalla o'zini kitobida va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatlarida o'sha kufr, shirk deb da'vo qilingan narsani, agar u sizning nazdingizda kufr, shirk bo'lsa ham, uni siz men gapirtirmayman, mikrofonni o'chirib qo'yaman deb panika qilmasdan, siz o'sha narsani ilmiy ochib berishligingiz kerak-da. Tushunyapsizmi? Mana men bu narsani, men bu yerda kufr bo'ladi. Siz kufr da'vosini qilyapsiz. Men bu narsani shar'an inkor qilaman va shariatdan inkor qilayotganimga dalil mana bu narsa deyishingiz kerak. Siz hali uni odamni eshitmasdan, siz uni kufr gapiryapti, shirk gapiryapti deb turib, hali shirkni nimaligini, kufrni nimaligini o'zingiz bilmasdan turib, qarang, Abu Yusuf, shu kufrni targ'ib qilish joiz emas-da shunda. Yo'q, qarang. To'xtatish kerak. Unda payg'ambar alayhisalom kufrni targ'ib qilganlarmi shunda? Payg'ambar alayhisalom kufrni targ'ib qilganlarmi shunda? Farazan, siz mayli takfir qilarsiz. Deb aytganim yo'q, u gapni siz aytyapsiz. Qarang. Men uni aytganim yo'q.
Siz aytayotgan qovulni dalolatidan mana shu narsa kelib chiqadi-da. Payg'ambar alayhisalom Makka mushriklari gapirganda gapingni tugatib bo'ldingmi deganlar-da. Keyin u narsani e'tirozni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar-da u narsani. Kufr shirkda targ'ib qilsa ham indamay turganmi Muhammad alayhisalom? Payg'ambar alayhisalom Alloh azza va jalla ularga Makka mushriklarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga olib kelgan shirklarini, masalan, o'sha nimada keladi, Voqea surasida keladi. Makka mushriklari An'om surasida ham keladi. Mana bugun o'qidik o'sha narsani. Makka mushriklari Alloh azza va jallani qayta tiriltirishlik sifatini, shunga qodir ekanligini. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga hattoki bir mushrik kelib Rasulullohga bir suyaklarni maydalaydi-da, Rasulullohning yuzidan boshlaridan sepib aytadiki, biz deydi suyaklarimiz tuproq bo'lib ketgandan keyin deydi qayta tirilamizmi deydi. Alloh azza va jalla sen Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sen nima deyapsan? Ey kofir najas, uni o'chirishing kerak, sen men kufrga targ'ib bo'lib qoladi, jim demaganlar-da. Nabarot payg'ambar alayhisolatu vassalam unga Alloh azza va jalla nozil qilgan oyatda shoshmay turing. Niso surasi 140-oyat nima bo'lmayapsiz? Hop qarang, Niso surasini 40-oyatida siz meni hozir musulmon deb sanamaysiz, to'g'rimi? 140-oyat. Hop, Niso surasi 140-oyatini tushunishligingiz uchun sizga misol keltiraman. Siz meni musulmon deb sanaysizmi? Yo'q. Kofir deb bilasiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Ha, kofir deb bilsangiz, ya'ni sizni diningizga kofir bo'lgan odamman-da men. Endi siz o'sha meni kofir deb bilganingizdan keyin menda shubhalar bo'ladi. Yoki siz o'zingizni haq deb bilyapsiz, men sizni botil deb bilyapman. Endi siz meni inkor qilishlik uchun siz meni ovozimni o'chirib gapirtirmayman, jim qo'yaman emas. Meni o'sha shubhalarimni o'rtaga to'kishligingiz kerak edi. O'tmang, men unaqa demadim hozir. Hozir holatda qarang, qayerda shu to'xtataman dedim. Agar savollarga javob bermasdan qarang, misol uchun qarang, siz savol beryapsiz menga. Tog'ut nima deyapsiz? Men namozni farzlarini aytib ketyapman. Shu javobim to'g'rimi? Namozni farzlarini aytib ketishlik haqida men sizga birinchidan tog'ut nima deb savol bermadim hali. Al-qiyosu ma'al fariq bo'ldi-da hozir. Ya'ni nimaga nimani misol qilyapsiz-da? Salomat gaplasha olmaysiz-da, qarang. Qarang, siz misol uchun deyapman. Hali berdingiz deb aytmadim, misol uchun. Tog'ut nima, ey Mustafa deb savol berdingiz. Endi men sizga savolni eshitib, tushundingmi dedingiz? Ha, savolingni tushundim dedimdagin. Namozni farzlarini aytib ketyapman. Shu javobim to'g'rimi? Buni hozir bizning suhbatimizga nima aloqasi bor? Shunaqa qilmang deyapman. Shunaqa qilganim yo'q-da. Savol berilganda savolga javob bering deyapman. Shunaqa qilingani yo'q-da. Masalan, qarang, biz siz bilan istivo haqida gaplashdik, men istivodan chiqmadim. Hukmdan gaplashdik, hukmdan chiqmadim. Faqat sizning uslubingiz. Hali savolni boshlamadik, qarang. Yo'q, hozir biz TikTokda gaplashdik-da. Nima, Mustafa? Qarang, Abu Yusuf, qarang. Shu narsalarga o'tib ketmaslik uchun keling, suhbatni boshlaylik. Faqat siz savol berganda, mana shu savolingizga javob bering, boshqa narsa aytmang. Siz ham xuddi shunaqa qiling. Tamam. Bismillah, bering savolingizni. Tamam. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslik haqida gaplashamizmi yoki istivo haqida gaplashamizmi? Qaysi masalani ko'proq yaxshi bilasiz? Mayli, birinchisiga gaplashaveramiz. Yo, hammasini bilaman. Birinchisini aytavering, marhamat. Ya'ni istivo masalasini ham yaxshi bilasiz, ya'ni to'g'rimi? Hammasini bilaman dedim. Keyin u masalaga o'tamiz. Keling, siz yaxshiroq bilaman deb o'ylagan temada haqida gaplashamiz. Qarang, Alloh nozil qilgan. Inshaalloh ko'ramiz bu narsani. Qarang, o'zbekchani ham tushunmayapsiz-da. Ha, shunaqa o'zbekchada muammoyim bor-da. O'zbek lug'atdagi barcha kalimalarni bilmayman, to'g'ri. Qarang, biz TikTokda bo'lgan suhbatimizni davom ettiraylik. Unda Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslik masalasida siz o'sha Mirzayevni kofirligi haqida, Mirzayev shaxsiyati haqida Qur'onda kelganmi deb savol berdim. Desam, siz aytdingizki, Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilish kufr emasmi dedingiz menga, to'g'rimi? Shunaqa suhbat bo'ldimi o'rtamizda? Buni hozir nima aloqasi bor? Keyin aloqasi bor joyini davom ettiramizda. Mustafa, qarang mana. Ha, beraman, qarang. Kim Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, kofirlar degan. Farqi yo'q bo'lsa ham. Moyda 44, to'g'rimi bunga dalil? Ha, uni ismi Mirziyoyev bo'ladimi, Abu Yusuf bo'ladimi, Mustafa bo'ladimi? Kofir bo'ladi. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, qo'lida hukm bo'ladi. Bu hozir siz faqat shaxslarni qaydsiz va shartsiz kufr bo'ladi deyapsiz-da. Fe'llarda ham shu qaydsiz va shartsiz kufr bo'ladimi? Qarang, eshitmayapsiz-da. Kimda kim deyapman. Qarang, meni otam bo'lsa ham kofir bo'ladi. Yo, mana bu siz hozir shaxslarni zikr qilyapsiz. Ya'ni meni otam bo'lsa ham, deylik, Abu Yusuf bo'lsa ham deyapsiz. Tushunasizmi yo'qmi? Aytakim, insonlar hukm qiladi-da, qarang, insonlarning qo'lida bo'ladi, shu Alloh bergan izn bilan bo'ladi. Yo kufr bilan hukm qiladi, yoki shu Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qiladi. Ha, o'sha narsani nozil qilgan narsa bilan hukm qilsa musulmon bo'ladi. Savolimga aniqroq javob olishlik uchun. Havo hukm qilmaydi kelib turib. Tushundingizmi? Shuni tushuna olasizmi? O'shaning uchun men aytdimki, siz faqat shaxslarni aylanib hukm qilib ketmaydi. To'g'ri.
o'sha shaxslarni siz zikr qilayotganligingiz uchun men savolni aniqlashtirishlik uchun savolimni qaytardim. Yana qaytaraman. Ya'ni kim bo'lsa bo'lsin, o'sha Mustafomi, Alishermi, G'anishermi, har qanday Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa kofir bo'laveradimi? Chunki Alloh taolo Qur'onda kim bo'lsa bo'lsin dedi, Alloh nozil qilgan narsa bilan, ya'ni Alloh shaxsni ham, hukmni ham umumlashtirdi-da, istisnosiz aytdi. Ya'ni har qanday shaxs, har qanday Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, ular kofirlardir dedi Moida 44da. Alloh azza va jalla shaxsni ham, fe'lni ham istisno qilmadi, to'g'rimi? Ha, boshqa oyatlardagi. Endi qarang, shu kofir deysizmi, musulmon deysizmi? Men sizga TikTokda bergan javobimni yana qaytaraman. Qaytaraymi yoki shart emasmi? Ertaga aytib bermasdan uzundan bir narsalarda boshqa gap aytib qo'yaman. Uzun bo'lsa ham, qisqa bo'lsa ham, bo'ladimi, bo'lmaydimi? qarang, uzun bo'lsa ham, qisqa bo'lsa ham, bu tafsiliy masala-da. Bu narsani inson yaxshi tushunishligi uchun ko'proq ilmga Mayli, bemalol aytavering, dalil keltirasiz. Marhamat, bemalol. Men miktam aytavering. o'sha narsalarni siz mana shu men sizni savolingizga javob bersam, e'tiroz qiladigan nimangizni not qilib oling-da. E'tirozlaringizni, keyin meni xato gapirgan gaplarimni ochiqlab bering. Muammosi yo'q. Boshlavering, men mikrofon bekitdim. Eshityapman, aytavering bemalol. Ya, sizga bir nima deydi? Ijobiy taklifda bir. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslik ba'zan katta kufr bo'ladi. Ba'zan inson gunohkor bo'ladi, ya'ni fisq bo'ladi bu narsa. Ba'zan esa inson Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qila olmayotganligi uchun uni istitoasida bo'lmagan holatlarda, lekin zohiran u Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmayapti va uni istitoasida, toqatida bo'lmagan narsa bo'lganligi uchun u gunohkor ham bo'lmaydi. Ba'zan kofir bo'ladi, ba'zan kofir bo'lmaydi, ba'zan gunohkor bo'ladi. Kofir bo'lmaydi deganim, ya'ni gunohkor ham bo'lmaydi dedim. Ya'ni istitoaga qaytlab aytdim shular. Savolingizga javob berdim. Yo'q, javob emas, dalil ayting endi. Dalil shu Ibn Abbos So'z aytdim. Bunaqa bo'ladi. Bunaqa bitta qarang, mana aqidamda, mana endi shu so'zlarni ishlatmadingiz. Endi agar xato bo'lsa, men tushunchani aytaman. Xato bo'lsa aytasiz. So'zma-so'z shu so'zni aytmadingiz masalan. Sizni aqidangizda shunaqa ekan, men shunaqa tushundim. Shunaqa ma'no. Sizni aqidangizda katta kufr bor ekan, o'sha tahakkum masalasi. tahakkummi, hukmmi? Harom ham bo'lar ekan. Ha? Ya'ni tahkim bilan hukm boshqa narsa emasmi? Ya'ni hukm so'rashlik bilan hukm qilishlikka orasini ajratmaysizmi siz? Siz hozir tahakkum deyapsiz-da, biz hukmda gap boshladik-da, siz tahkimga o'tib ketdingiz. Ha, shu hukm masalasi, ha, ikkovi bitta narsa o'zi, hech qanaqa farq qilmaydi. Hukm so'rashlik bilan hukm qilishlik bitta narsami? Shu narsani agar e'tirof qilsangiz, tan olsangiz bo'ldi. Bitta narsa bo'lsa. Ha, yo'q, uni ikkalasi bitta, hech qanaqa bir ajratilgan joyi ham yo'q o'zi. Ha, orasida ajraydigan farqi yo'q, razlitsi yo'q. Tamom, tushunarli. Xo'p, gapiravering. So'zlarda masalan lug'aviy ma'nosida tushuntirib berishda bor, lekin bu bitta narsa. Bittasi shu Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmayapti. Ikkinchisi o'sha kufriy hukmga murojaat qilyapti. Bo'ldi, bitta narsa. Ha, mayli, qarang. Abi Yusuf. Umar desangiz ham bo'laveradi, Mustafa. Sizni aqidangizda shu katta kufr bo'lar ekan, harom ham bo'lar ekan, ba'zida joiz ham dedingizmi? Shunaqa Ha, shunaqa, ya'ni muboh ham bo'ladi, ya'ni. Ha, mayli, tushundim. Xuddi shunday. Shunga dalil aytib keting har biriga, marhamat. Dalil, birinchisiga dalil o'sha Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasligida gunohi kabira qilgan musulmonni gunohkor bo'lishligi, dindan chiqarmasligi, zino qilgan, ribo yegan, odam o'ldirgan yoki bo'lmasa o'sha o'g'irlik qilgan musulmonni kofir bo'lmasligi. Alloh subhanahu va taolo bu gunohlarni qilgan kishilarni Qur'onda va sunnatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam takfir qilmaganliklari. Bu o'sha gunohligiga dalil. Ikkinchisi gunohkor ham bo'lmasligi. Harom haqida, zino haqida ketmayapti gapimiz. Ha, Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilish haqida ketmayaptimi mavzuyimiz? Ha, Muhammad alayhisalom hukm qilgan, o'ldirgan. Hozir Alloh azza va jalla aroq ichmagin desa, aroq ichgan odam Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilayotgan bo'ladimi? Hozir qarang, zino qilgan dedingiz, zino qilgan odamni shu toshbo'ronga buyurgan, o'ldirtirgan Muhammad alayhisalom. Bu narsa Alloh azza va jallani hududini ijro qilishlikda, hududni ijro qilishlik. Bu ham o'sha hukm Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilishlikni ma'ni qilgan ekanda, qarang. turi. Qilgan ekan. Lekin aroq ichayotgan odam ham Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmayotgan bo'lmaydimi? Gunohkor bo'ladi. O'sha gunoh, o'sha Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslikmi? Gunoh qilishlik. Agar u Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilganida gunoh. Nima deydi? Gunohkor, qarang, masalan, qarang, bunaqa gaplashik siz bilan shu o'xshatmayapsiz-da, qarang. Aroq ichdi, bir musulmon Muhammad alayhisalom halol gazini bosdi dedimi? Shunaqa dedimi? Demadi-da, o'sha narsani men tushunmoqchiman, siz qanaqa e'tiqod qilishligingizni. Ha, haromda. Harom dedimi? Qaytardimi? Haromligini? Harom. Shariat shuni ichgan odam gunohkor bo'ladi, shunaqami? harom o'sha shariat taqiqlangan narsa. Ha, shu taqiqlagan, men unaqa demadim. Qarang, masalan,
aroq ichishni ham taqiqlagan. Qarang, shu kufr qilishni ham taqiqlagan. Ichida aroq ichgan odam kofir bo'lmaydi. Kufr qilgancha odam kofir bo'ladi. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmagan ham kofir bo'ladi. Aroq ichib qo'ygan odam kofir bo'lmaydi. Aroq ichgan odam ham Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmayapti-ku. Agar Alloh nozil qilgani bilan hukm qilganida u aroq ichmasligi kerak edi. U hukm qilgani yo'q, aroq ichib qo'ydi. Aroq ichishlik. bo'ldi. Qarang, Alloh azza va jalla hozir siz misol keltirdingiz. Payg'ambar alayhisalom gaplashing, aroq borku, hukmga aloqasi yo'q aroqni. aroqni hukmga aloqasi yo'q bo'lsa, demak uni hukmi muboh bo'lishligi kerak-da. Yo'q, muboh degan narsa emas, harom bo'ladi. Abu Ismoil bitta narsani aniqlashtirib olaylik. Hozir Tadabbur Mustafa aka ikkovlaring. Tadabbur bilan gaplashing, Mustafa bilan gaplashing. Hozir to'xtab turing. Ikki kishini o'rtasidagi yechim haqidagi hukm bo'lyapti bu yerda. Shundan gaplashinglar. Biror bir narsaning shar'iy hukmi haqida emas. Ikkita bir odam musulmonmi kofirmi shu bir-biri bilan tortishib qoldi. Shar'iy hukm shu Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilishmi axir? Shu o'rtasiga ikkovlarining o'rtasiga yechim berish kerak. Ana shu yechim hukmi. Bunday savol beraylik, qarang. Abu Yusuf, mana qarang, avzu billah. Agar mani molimni dedik o'g'irlab ketdingiz siz, misol uchun. Ha? Velosipedimni o'g'irlab ketdingiz. Ana endi men bordimdagi avzu billah. Ya'ni shu milisaxonaga bordimdagi Abu Yusuf meni molimni o'g'irlab ketdi deb ustingizdan yozib berdim. Shunda hukmim nima bo'ladi men? Sizning hukmingizmi? Nima ma'noda, nimani qasd qilib ketyapsiz o'tga? Ya'ni siz o'sha ketayotgan hukmingizni shar'iy hukmdan yaxshi deb e'tiqod qilyapsizmi? Tushunmadingizmi hozir? Savolingizni tushundim. Siz shariatdan boshqa narsaga deyapsiz. Sizni molingizga aziyat bergan kishiga molingizni qaytarib olishlik uchun shariatdan boshqa narsaga shikoyat qilsangiz, molingizni qaytarib olishlik uchun. O'zi zotan shariatdan boshqa narsa o'sha, ha? Qarang, o'zi sizni molingizni yeyishligi ham shariatdan boshqa narsa-da. Qarang, siz jumlalarni ham yaxshi tushunmas ekansiz. Masalan, shu milisaxona shariatmi, shariat emasmi? Shariat emas. Demokratiya, ha, mana bari. Qarang, o'sha shariat emas ekan, qarang, shariatga murojaat qilmayapman. O'sha kufriy tuzumga murojaat qilyapman. Shunda hukmim nima? O'sha kufriy tuzumga siz nimani qasd qilib ketyapsiz, ya'ni? Molingizni olib beringlar deyapman. Sizni maqsadingiz faqat molingizni qaytib olish, to'g'rimi? O'g'irlab ketdingiz. Siz Yo, masalan, tadabburni misol qiling. Tadabbur molingizni o'g'irlab ketdi. Men chunki hayotimda hech o'g'irlik qilmaganman deb misolni tadabburga qilaylik. Xo'p, bo'ladi. Mayli, meni sinfdoshim o'g'irlab ketdi, kameraga tushib qoldi, dalilim ham bor. Ana shu suratda aytib berasiz. Sizni maqsadingiz faqat dalillarni ham tashladim bular. Sizni maqsadingiz faqat o'tda, ya'ni molingizni qaytib olishlik xolos, to'g'rimi? Ha, shu molim deyapman-ku, molim bor. Endi hozir sizni molingizni qaytib olishni xohlashligingiz nimasi kufr molni qaytib olishligingiz? Sizni molingizni yegan o'sha o'rtog'ingiz yoki tadabbur molingizni yeb qo'ydi noshar'an. Shuni sizdan so'rayapman men. Shu nima deyapman? Shu nima? Kufr emas-da bu narsa. Ha, kufr emas. Dalili nima? Dalili kufrligiga dalili yo'qligida. Tushundingiz-a javobimni? Dalili kufrligiga dalili yo'qligi. Siz hozir ya'ni shariatdan boshqaga tahakkum qilish kufr deb da'vo qilayotgan odam uni kufrligiga siz dalil olib kelib berishingiz kerak-da o'zi aslida. Qani qayerda dalil bor shunaqa? Shariatdan boshqa narsaga tahakkum qilgan kofir bo'ladi degan. Ana dalil bor-ku. Qayerda bor? Qani ko'ray. Hozir banda aloqa. Nisa surasi. Ochaman mana Nisa surasi. Nechinchi oyat? 65-oyatda kelyapti. 65-oyat kelyapti. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum. To'g'ri? Hop. Keyin o'qiring. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt va yusallimu taslima. Yo'q deyapti. Robbingga qasamki, hech qachon iymonli bo'la olmaydilar yoki iymon keltira olmaydilar, iymon keltirmaydilar. Qachonki seni hakam qilmagunlaricha va keyin chiqargan hukmingga dillarida tanglik topmasdan butunlay taslim bo'lmagungacha zinhor mo'min bo'la olmaslar deyapti. Mana shu dalil. Bu oyatni Buxoriyda sababi nuzuli bor, bilasizmi? Niso surasi 65-oyatda o'qidingizmi? Aha, 65-oyat. 60-oyat ham bor mana. Xo'p, 60dan boshlang xolasangiz, 60dan boshlayvering. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Senga nozil bo'lgan narsaga va sendan oldin nozil bo'lgan narsaga iymon keltirganlarni da'vo qilayotganlarni ko'rmaysanmi? Tog'utdan hukm so'rab borishni istarlar deyapti. Qarang, istarchilik kufr deyapti Alloh taolo. Tog'utdan hukm so'rab borishni istarlar, holbuki unga kufr keltirishga buyurilganlar. Shayton esa ularni
butunlay yo'ldan adashtirishni istaydir deya. Alloh taolo shularni musulmon demayapti. Musulmon demayotgan bo'lsa, da'vo qarang. qiluvchilar. Birinchi aytgan narsangizga e'tirozim bordi. Birinchi aytgan hadisingizda Oyatga e'tiroz bor. yo'q, oyatda sizni tushunchangizga e'tirozim bor. Oyatga Men tushunganim yo'q, prosta tarjimasini aytdim. yo siz aytyapsizki, mana tarjimani aytyapsizda, siz hozir Men bitta aytganim yo'q, Alloh taolo aytyapti. eshitasizmi? Shuni Alloh hozir taolo meni aytyapti. e'tirozimni eshitasizmi? Avval Menga eshiting. nisbat bermang. Keling. Allohga e'tiroz bildiryapsiz. Yo'q, siz Allohmisiz? Hozir demak siz Allohlikka da'vo qilyapsiz-da hozir. Yo'q, Allohning kalamini o'qidim. Yo'q, Allohning kalamini o'qib siz o'zingizni logikangizni tiqyapsiz-da. Sizni logikangiz Alloh emas, yo siz Alloh emassiz. Keling Mustafa bilan agar tadabbur ma'no bering mayli. siz sal yoshlik qilyapsiz-da. Qarang, hozir Niso Mayli qarang, Abu Yusuf, tadabburni qabul qilmang, mayli, o'zingiz bilasiz. Yo'q. O'zingiz o'qib ma'no bering. siz hozir men Alloh nozil qilgan narsaga tahakkum qilmaslikka dalil qani desam, siz aytdingizki Niso surasini 65-oyati dedingiz va oyatda o'qidingiz. Oyatda Alloh azza va jalla aytayaptiki, ya'ni فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما deyapti. Eyvallah, amin. Oyatga iymon keltiramiz. Endi men e'tiroz qilayotgan narsa mana shu oyatni siz takfir qilishligingizga dalil deb olganingizga men e'tiroz qilyapman. Agar siz hozir bu narsani Yu'minuna nima degani? la yu'minuna bu yerda buni Ibn Taymiya rahimahulloh kamolul iymonni nafiy qilish deganda Tarjima qiling. mo'min bo'la olmaydi. Mo'min bo'la olmaydi degani. Ha, ana shu takfir bo'ladi. Yo, bu takfir emasda, mo'min bo'la olmaslik. Mo'min bo'lmasa musulmon bo'lishligi mumkin-da, chunki mo'minlik kamolul iymonda, chunki mo'minlik xos, musulmonlik umum. Har bir mo'min musulmon bo'lishligi mumkin, lekin har bir musulmon mo'min bo'la olmaydi. Ha, Alloh taolo qasam ichib aytsa-chi, hech qachon mo'min bo'la olmaydi desa. Fala deyapti. Hech qachon mo'min bo'la olmaydi-da. Hech qachon mo'min bo'la, to'g'ri-da. Ha, hech qachon mo'min Ishmi fosiq bo'ladi-da, gunohkor bo'ladi. Yo'q, fosiq gunohkor bo'ladi. Qayerda yozilgan shu? Mo'minun Qayerda surasida. yozilgan shu? Mo'minun surasida. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmasa, fosiq bo'ladi deganmi? Yo'q, mo'minlar zino qilmaydi, aroq ichmaydi. Hamma masalada shariat bilan hukm qiladi. So'raganimiz yo'q. Hukm Endi qarang. haqida gaplashyapmiz biz. Abu Bakr xolis bo'ling. Xo'p, keling. Tadabburga ham Mustafoga ham savol. Yu'minuna nima degan? Qarang, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Imom Buxoriyda hadis keladi-da. Hadisda bu sahih hadis. Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhuni mana shu Nur surasini 55-oyatini sababi nuzuli mana shu deydi. Ba'zi olimlar mana bu 60 surasi 65-oyat haqida gaplashyapmiz. 65da ham unda ham qarang, unda ham xuddi mana shu mavzuda, ya'ni o'rtalaridagi kelishmovchilikni Allohga va rasuliga qaytarishlik. Bu ham 65 ham shunaqa. Qarang, o'sha yerda sababi nuzulda, ya'ni Zubayr radhiyallohu anhu Ali radhiyallohu anhu bilan suv talashib qoladi Madinada. Suv masalasi dedi. Hadis sahih. Xolasanglar matnini arabiy matni bilan tashab beraman. Yo'q, bu talashib qolishlik haqida emas, hukm haqida gaplashyapmiz. 65. Nur surasi emas. Nisa 65 hozir hukm qilishlikmi yoki bu tahakkum qilishlikmi? Hozir siz aytyapsizki, nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslik va tahakkum, to'g'rimi? qarang, Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslik boshqa narsa, Alloh nozil qilgan narsaga tahkim qilmaslik boshqa narsa. Ikkalasi ayri-ayri fe'l. Ikkalasi bitta fe'l emas. Hop. Tahakkum hukm so'rab borishlik, tahkim hukm qilishlik. Tahkim. Siz hozir tahkimga o'tib ketdingiz. Ya'ni o'sha tahkim hukm qilishlik, tahakkum hukm so'rashlik. Hukm qilishlik bilan hukm so'rashlikning orasida farq yo'qmi? Sizga hozir sizga ko'ra bitta narsa bo'lyaptimi? Shu narsani bitta narsa deb e'tiqod qilasizmi? Shunda to'xtaysizmi? Tadabbur? Yo'q, hozir siz javob bering. Hozir boshqa savollar berib tashlayapsiz. Qarang mana. Alloh nozil qilgan narsaga bormasa yoki bo'lmasa, Alloh nozil qilgan hukmga rozi bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'rimi? Faqat Allohmi va Alloh va rasulimi? Alloh va rasulni shu narsaga rozi bo'lmasa inson musulmon bo'ladimi, kofir bo'ladimi? Yoki qilmasa yoki rozi bo'lmasa yo amalda qilsa, farqi yo'q, uchovi ham. Endi qarang, o'shani kofir bo'lish bo'lmasligini siz kofir bo'ladi deb da'vo qilyapsiz. Endi hozir shu Zubayr ibn Avvom radhiyallohu anhuni takfir qilib berasiz-da hozir. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. Unaqa bo'ladi-da, hadis bor-da sahih Imom Buxoriyda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Ali radhiyallohu anhu bilan, qarang, qarang, Ali radhiyallohu anhu bilan nechinchi raqamdagi hadis? Raqam hadisi hozir qarab ko'raman, lekin matnini guruhingizga tashab beraman. Buxoriyda nechi? Bilmayman, qaramadim. Guruhingizga tashab beraman hozir. Yo'q, raqami bilan tashingda, matnni o'zi kerak emas bizga. Matnni o'zini topib olasiz. Endi nechinchi
Google'dan yozdim, shuni ko'chirib oldim, kopirovat qilib beraman, tashlab beraman. Nechinchi nimaligini ko'rganim yo'q. Biz Google'ga ham ishonmaymiz-da. Google'ga ham ishonmaymiz. Xo'p, Google'ga ishonmasangiz, mana shu hadisni agar yolg'on da'vo qilib hadis deb gapirib kelayotganimni isbotlab berasiz, bo'ldi. Mana hadisni guruhga Yo, tashlab sizga qo'ydim. yolg'on deganim yo'q. An Abi Hadis- Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Matni kerak emas, faqat shu raqami bilan o'zini ayting bo'ldi, tamom. Buxoriy masalan nechi? Masalan, mana hozir bitta Shunda- hadis tashlab qo'ydim, hop. Tashladingizmi hozir guruhga? Ha. Qani ko'raychi. قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قبل أن يرى لا إله Zubayr ibn Avvomning hadisini tashlab beraman. mana qarang. Bu hozir Niso 65 sababi nuzuli yoki tafsiri. Yo'q, uni ham hozir tashlab beraman. Hozir bu hadisga ham nima deysiz? Uni ham tashlab beraman. Bu hadisga Hozir nima bu deysiz? boshqa narsani tashlamay turing. Ha. Shuni yechib olaylik. Hozir bo'lmasa tashlamang-da boshqa narsani. Tashlamaymi? U mavzuga aloqasi yo'qmi? Qarang, siz hozir Niso 65-oyatda Alloh subhanahu va taolo vallohu la yu'minu deb aslul iymonni nafiy qilyapti dedingiz. Agar bu narsa o'sha Alloh Tahkim haqida gaplashyapmiz. tahkim haqidami, tahakkum haqidami? Niso 65 tahakkum haqida-da. Shu haqida. Bittasini to'xtaylik. Qaranglar, men birinchi aytdim, kelinglar, Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslik. Moyda qurtorda gaplashaylik desam, tahakkumga o'tib oldinglar. Tahkimni gaplashaylik, bitiraylik desam, tahakkumga o'tdinglar. Farqi yo'q, ikkovi bitta-ku, nimaga xolis bo'lyapsiz? Nimaga bitta? Qanday qilib bitta? Bittasi hukm so'rayapti. Ikkovi qo'shilib bitta bo'ladi-ku. Bittasi hukm qilyapti, ikkinchisi hukm so'rayapti. Bittasi hukm so'rayapti. Ya'ni hukm so'rashlik bilan hukm qilishning o'rtasida hech qanaqa farq yo'q, to'g'rimi? Shu kufrga so'rayapti-ku, kufrdan Ya'ni so'rayapti. kufrdan har qanday narsani hukmini so'rashlik kufr. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, anu oyatni qanaqa tushunamiz? Agar bilmasanglar, ahli kitoblardan so'ranglar. Yo'q, unaqangi oyat yo'q. Umuman boshqa masala, uni aloqasi yo'q. Unaqa oyat yo'qmi, tadabbur? Ikkiga bo'lmang. Qanaqa qilib ikkiga bo'ldim? Turgan oyat yo'q. Ha. Oyatni to'liq o'qingchi. Men o'qib beraymi? Ha, o'qib bering. Siz o'qib, siz tushuntirib bering. O'zgarib ketadi. Tushuntirmayman. Mavzuni baribir o'zgartirib qochib yubordingiz, mayli deyapman. Yo'q, qochmaymiz. Sayrovchi. Mana. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Sendan ilgari ham faqat er kishilarni rasul qilib yuborib, ularga vahiy qilganmiz xolos. Agar mana shuni bilmaydigan bo'lsang, ana zikr ahlidan so'ranglar. O'sha zikr ahli kim? Ibn Abbos o'sha zikr ahli kitoblar. Ahli kitoblar deydi Ibn Abbos. Hukm so'ranglar deyaptimi? Payg'ambarlar erkak yoki ayol bo'lganligi bu hukm emasmi? Alloh azza va jalla aytmayaptimi? Yo'q, qarang mana. Xabar bu. Payg'ambarlar erkak bo'lganmi yoki ayol bo'lganmi? Shuni bilmasak borib so'raymiz ekan. Ey, ahli kitoblar sizlarga payg'ambar kelgan, ayollar kelgan, yo'q, hukm emas. Xabar bu. O'tib ketgan tarixda so'rayapti, xabar. Zubayr ibn Avvom hadisi hamma narsani hukmga tiqib yotibdi-ku, nima qilasiz buni eshitib bitirib. Mayli. gaplashaylik. Juda anaqa qildi. Gapiraversin. Gapiravering. Yana nimaga kufr keltirmoqchisiz? Qaysi oyatga? Oyatga. Subhanalloh. Qaranglar mana nima? Endi Buxoriydagi hadisni tashladim. Qarang. 3027-hadis. Payg'ambarlar erkak Muslimda bo'lganmi, ayol bo'lganmi deb hukm dedingiz. Turing endi. Qayerda Alloh yo uning rasuli hukm degan? Shuni aytib beringchi. O'sha hukmda payg'ambarlar erkak yoki ayol bo'lganligi bu hukm emasmi? Kim aytgan shuni? Alloh azza va jalla aytayapti-ku shu. U sizning nazdingizda hukm o'zi nima? Aroq ichishlikni hukm emas deyapsiz. Zino qilishlikni hukm emas deyapsiz. Payg'ambarlarni jinsini erkak yoki ayolligi, qarang, payg'ambarlarni jinsini erkak yoki ayolligini aniqlashlik, ya'ni Alloh subhanahu va taolo erkak payg'ambar yubordimi yoki ayol payg'ambar yubordimi? Buni hukmini aniqlashlikni ham hukm emas deyapsiz. Hukm emas deganim yo'q. Ha. Hali sizdan so'rayapman. Sekinroq gapir. Alloh taolo qayerda aytilgan Hadis tashlab qo'ydim hukm deb. Alloh subhanahu va taolo qayerda aroq ichmaslikni hukm emas dedi. Mana hukmni tushunmayapsizlar-da. O'zi hukmni nimaligini. Alloh nozil qilgan narsani hukmligi, Alloh subhanahu va taolo nozil qilganligi, Alloh subhanahu va taolo nozil qilgan narsalar. Tekrar gaplashing. Qarang, aroq ichmaslikni bandalarni o'rtasidagi kelishmovchilikka yechimmi? Shu aroq. Qarang, Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilishlik bilan Alloh nozil qilgan narsadan boshqaga tahkim qilish bitta narsa deyapsiz. Orasini ajratmayman deyapsiz. Hozir sizga ko'ra orasi ajramaydigan narsa bo'lsa, bu hozir ham siz aroq ichishlikni ham tahkim deyishingiz kerak, ham tahakkum deyishingiz kerak. Tahkim degan so'zni o'zbekchasini aytib bering. Hukm, ya'ni Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmayapsiz. O'zbekcha gaplashamiz. Qarang. Alloh nozil qilgan narsa bilan hukm qilmaslik deyishingiz kerak. Tahkim degan so'zni
eshitib gaplashing. Tahkim hukm degan qilish. so'zni odamlarga ayting, nima degani? Hukm qilish degani tahkim. Tahkim hukm qilish Hakima degani. degani hukm qildi degani emas. Tahkim tahkim hukm qilish degani. Yo, hakama degani hukm qildi degani. Hakkama deganichi. Hop, ikkalasi ham masdari hukmda. Yo, aldamangda, shu yerda aldab ketyapsiz-da. Hop, hakam qilib tayinlash deb ayting. Bir kishini ana hakama hukm qildi, hakkama degani bir Hozir kishini qarang. o'ziga hukm qilib oldi degani. Grammatikaga o'tib ketmaylik deyapman-da. Mavzu o'tib ketyapti. Men hozir sizga hadis tashladim. Uni ham hakam hukm qildi Hop. deyapsiz. Qarang, sizga ko'ra arab tilini bilmaydi. qarang, arab tilini, hop, men arab tilini bilmayman. Tan olaman, arab tilini bilmayman. Faqat Qur'on o'qishni bilaman. Men sizga ko'ra tahakkum bilan, ya'ni hukm qilishlik bilan hukm so'rashlikka men orasini ajratmayman degan sizmi, menmi? Ha, Orasini ajratmayman degan sizmi, menmi? Yo, savolimga javob bering, qochmasdan. Hop, orasini ikkovini hop, farqi yo'q. Kufrda ikkovini farqi, ikkovi ham bitta kufr. bo'ldi, hukm qilish Lekin sizga, orasini- yo, orasini ajratmayman deyapsiz. Ikkalasi ham kufrmi, kufr emasmi demadim. Sizga hukm qilishlik bilan hukm so'rashlik bitta narsami desam, ha dedingiz. Qarang, ikkalasi bitta, aytyapman, bittasi. Hop, bitta bo'lsa nimaga hozir mana qarang. Masalan, hozir mana lug'atga kiryapsizlar-da, ajratyapsizlar. Bitta joyda bitta deyapsizlar, bitta joyda ajratyapsizlar. Kelinglar, mana hadisga qaytaylik. Zubayr ibn Avvom hadisiga. Yana bek. Bo'lmasa Mustafa siz gaplashing, bittalar gaplashinglar, iltimos. Qarang, Temadan temaga chiqmaylik. Hozir lug'atga kirib ketyapmiz, grammatikaga kirib ketyapmiz. Bir qarasiz tarixga. subhanalloh. Bittalar gaplashasizlarmi bo'ldi? Men so'z bering, bitta men gapiraman deng. Mana men gaplashyapman-ku. Yo, Gaplashyapman. Mustafa bilan gap boshladik, tadabbur bilan davom etdi. Tadabbur gaplashadimi, Mustafa gaplashadimi? Kelishib olinglar. Xolis ekanda bu odam. To'xta desa to'xtamaydi. Bittasi hukm qilyapti kufr bilan. Bittasi hukm qilyapti kufr bilan. Ikkinchisi shu kufrdan hukm so'rayapti. Bitta narsa shu. U bitta o'zi havoga aylanadimi endi hukm qiluvchi? Hukm qilib so'rab keladi bittasi. Shuni bog'lanmayapsizmi? Qarang, hop, shu narsani, qizillashga majbur. hop, siz o'sha narsani hukm qilishlik bilan hukm so'rashni orasini ajratmayapsizmi? Siz ajratmayman dedingiz. Men hop bo'pti dedim shu narsaga. Endi albatta lug'atga kelib ajratyapsiz. Men aytyapmanki, keling lug'atga kirmaylik, ajratmang shu narsani. Hop, hukm so'rashmi, hukm qilishmi sizga ko'ra farqi yo'q deb sizga ko'ra men javob bersam, siz arab tilini bilmaysiz deb. Hop, arab tilini bilaman degan da'voyim yo'q. Kelinglar, masalaga qaytaylik. Niso surasi. Men qaranglar gruppaga. Degan yo'q. Dedi, mana mayli, men uyaladigan joyim yo'q. Yo'q, men bilmayman. Men bilmayman arab tilini. Birinchi sinfda qolib ketganman. Uni ham hech kim sizdan so'ramadi. Sen bilmaysan deb hech kamsitib uni ham aytmadi hech kim. Hop, o'sha narsani men aytdimki, temadan chiqmaylik-da, grammatikaga kirmaylik. Arab tilini yaxshi bilmaydigan odamlarmiz hammamiz. Birinchi sinfda qolib ketganmiz. Misol, men shunaqaman. Qaranglar, men sizlarga hadis tashlab beray. Zubayr ibn Avvom mana Imom Muslimda 2357, Abu Dovudda 3637-hadis. Ya oyatda nima deyapti? Oyatda musulmon demayapti. Siz bunga birinchi qaytib oling. Hozir biz kitobi ba'zisiga iymon keltirib, bo'ladi deyapsiz-da, qarang, musulmon degan so'z yo'q. mo'min bo'lmaydi deyapti-da. Alloh azza va jalla kofir ham degani yo'q-ku. Ya, nima degani mo'min bo'lmaydi degan? Mo'min Iymon keltirmaydi deyapti. mo'min bo'lmaydi deb aytyapti Alloh azza va Iymon jalla. keltirmagan kim bo'ladi? Yo'q, Mustafa aka hozir aldab ketyapti. Qarang, amana degani iymon keltirdi degani. Alloh hozir. Iymon keltirmagan kim bo'ladi, Abu Yusuf, siz aqidangizda? Iymon keltirmagan odam bo'lsa kofir bo'ladi, lekin mo'min bo'lmasa kofir bo'lmaydi-da. Mo'min bo'lmasa fosiq musulmon bo'lishi mumkin. Ha, qarang, iymon keltirmaydi deyaptimi? Iymon keltirmaydi demayapti-da, mo'min bo'lmaydi deb aytyapti. Ya. 59da ham keladi-la. Qani, xo'p, shu narsa oyat Nisa 65 sahoba haqida tushdi-da, Zubayr ibn Avvom haqida. E'tiroz qildi mana. Ali bilan Zubayr ibn Avvom tortishib qoldi suv masalasida. Oyatning sababi nuzuli bu. Keling qani bir. Men tashab qo'ydim-ku, harakat topkur. Ya, uni nima? Na bir astari bor, na bir manzili bor. Ko'ring, mana tashab qo'ydim. Ya, ayting manzili. Muslimda 200, men Muslimda 2357-hadis. Abu Dovudda 3637 deyapman. deyapman deydi. Endi aytdingiz. Ha, baraka topkur. 3-marta aytdim. Mana ovozimni yozib olyapman. Hozir yana ko'rasizlar. Eshitib ko'rasizlar, boshqadan tashab beraman. Raqam aytdimi shu kishi? Kim eshitdi? Tashlab bergan guruhda ana 2357-hadis Muslimda ekan. Boshqa narsa chiqibdi-ku bu yerda. Xo'p, nima chiqyapti? Tashladi mana o'qigin. Roviy Zubayr ibn Avvom. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Muhaddis Imom Buxoriy rahimahulloh. Manba Sahihul Buxoriy. Hadis raqami 2708. Muhaddis hukmi sahih. Xo'p, hadisning matni. Qarang, hadis haqida ma'lumot berdim. Buxoriyda kelgan Zubayr ibn Avvom haqidagi hadis.
Imom Muslimda 2357, Abu Dovudda 3637, Termiziyda 3027-raqam bilan, Imom Buxoriyda esa 2708-raqam bilan kelyapti. Hadisni o'qib beraman. Zubayr ibn Avvom Badr jangida qatnashgan ansorlardan bir kishi bo'lgan. Harradagi suv arig'i xususida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida tortishdi. Ikkalasi ham o'sha ariq orqali yerlarni sug'orar edilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Zubayrga: "Ey Zubayr, sug'orgin, so'ng suvni qo'shningga qo'yib yuborgin" dedilar. Shunda Ansoriy g'azablanib: "Ey Rasululloh, qarang, Zubayrga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam suv qo'yib yuborgin" deyaptilar. Ansoriy aytayaptiki, shunda: "Yo Rasululloh, u ammangizning o'g'li bo'lgani uchunmi?" dedi. Rasulullohning yuzlari, ranglari o'zgardi. So'ng dedilar: "Sug'orgin, keyin suvni devor chegaralarigacha yetgunicha ushlab turgin." Shunda Rasululloh Zubayrning haqqini to'liq qilib berdilar. Bundan avval esa Rasululloh Zubayrga mana Ansoriyga ham kenglik bo'ladigan bir fikrni ko'rsatgan edilar. Ansoriy Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni g'azablantirgach, Rasululloh hukmga Zubayrning haqqini to'liq qilib berdilar. Zubayr aytdi: "Allohga qasamki, ushbu oyat faqat shu voqea haqida nozil bo'lgan. Niso surasining 65-oyatini aytayapti. Yo'q, Parvardigoringizga qasamki, ular o'zlari oralarida chiqqan nizolarda seni hakam qilmagunlaricha, so'ngra sen chiqargan hukmdan dillarida hech qanday tanglik topmagunlaricha va to'liq bo'ysunmagunlaricha mo'min bo'la olmaydilar." Niso surasining 65-oyati. Zubayr radhiyallohu anhu aytayaptiki, Allohga qasam deyapti, mana shu voqeadan keyin mana shu Niso surasining 65-oyati nozil bo'ldi deyapti. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'rtalarida hukm qilyapti-da, Badr ahli bo'lgan sahoba rozi bo'lmayapti. Buxoriyda kelyapti hadis. deb o'ylayman degan joyini nimaga o'qiman ketding? Nimani deb o'ylayman? Deb o'ylayman deb yozilgan ko'yra. Shunda kofir bo'ldimi? Sahoba Kim kofir bo'ldi degan narsa chiqmayapti ko'yshi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqargan hukmdan rozi bo'lmayapti-yu. Hozir bo'lmasa qarab o'tiradi-yu to'sin to'lirgancha. Qaranglar-da, sizlar takfir qilasizlar-da bu narsada. Sizlar masalan, ya'ni Allohning hukmidan boshqa narsaga hukm so'ragan odamni kofirligiga Niso surasining 65-oyatini takfir qilib keldinglar. Ya'ni bu narsada sizlar tafsilot yo'q deyapsizlar. Sizlarning usulingizga ko'ra, hozir mana bu sahoba kofir, uni kofir demaganlar ham kofir-da. Yo'q, unaqa emas. Qanaqa? Qanaqa unda? Bu hadisni yechib beringlar bo'lmasa. Hozir bu yerda shu hadisni yechib beraman mana sizga. Hadisda ma'nosi shunda Muhammad alayhisalomga nima deyapti sahoba? Zubayr? Ko'ring, ana arabchani o'qib bilasizlar-ku, tarjima qilib olinglar. Yo, men Zubayr ibn Avvom roziyallohu anhu bilan Badrda qatnashgan ansoriy sahobadan biri. Sug'orish uchun ustida tortishib qolishdi. Ikkalasi ham bir ariqdan foydalanardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dastlab sulh va yengillikni ko'zlab shunday dedilar: "Isqiya Zubayr, thumma arsil ila al-jarak." Ey Zubayr, avval sen sug'or, keyin suvni qo'shniga qo'yib yubor. Bu bu hukm ikki tomon uchun ham qulayroq edi. Lekin ansoriy sahoba bilan aytayaptiki: "Ya Rasululloh, u amakingizning qizining o'g'li bo'lgani uchun shunday hukm qildingizmi?" So'roqmi? So'roqmi, e'tirozmi bu? So'rayapti. So'rasa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azab qilyaptilarmi, yuzlari o'zgarib? Hadisning davomiga o'qingchi. Keyin Rasululloh nima qildilar? Yuzlari qizardi. So'roqqa Rasulullohning yuzlari qizardimi? Savolga. Nima deysiz? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning savolga yuzlari qizardimi? Ya'ni Rasululloh e'tirozga yuzlari qizarmadimi? Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga savol beryapti-da. Savol inkoriy savolmidi? Savol istifhomiymi? Ya'ni so'rash, bilishlik uchun berilgan savolmi? Ya'ni u shu ansoriy tushuntirguningizcha yo'q tursin bu. Bu qanaqa bu? Bu gapirdi, siz jim turdingiz. Tadabbur bu jim tursin, yo'q tursin. Tushuntiring oxirigacha. Men böyle muzika olib ketdi-yu. Mayli. Salih bitta bir og'iz gapirib ketdi, iltimos. iltimos boshqalar qo'shilmay turinglar, akalar. Men iltimos dedim, Abu Ismoil Tadabburga. Siz hozir Abu Ismoil sahobaning e'tiroz bildirganini e'tibor berdingiz, lekin Alloh taolaning oyatida Alloh taolo nizoni isloh qilib beraman desa, unga ishonmaydilar deyapti. E'tibor berdingizmi oyatga? Ishonmaydilar demadi-da oyatda. Ishonmasalar dedi. Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima, qaytarmasalar oralardagi kelishmovchilikda va nafslarida haroj topmasliklari kerakligini, ya'ni bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qaytarilayotgan ishlarda nafsda haraj topmasligi, e'tiroz qilmasligi va itoat qilishlik kerakligini Alloh azza va jalla aytayapti. Xo'p,
Shunda hozir mana shu oyatda sababi nuzuli Zubayr radhiyallohu anhu aytayapti-ku, bu narsa menga tushdi deb o'ylayman deyapti. Bu hadis, ya'ni nuzul sababi degani sizlar hozir bir narsani takfir qilyapsizlar-da. Shu takfir qilayotgan narsalarga Nisa surasining 65-oyatini olib kelyapsizlar. Bunda tafsilot yo'q deyapsizlar. Har qanaqasiga kufr deyapsizlar. Men aytayapmanki, oyatda voqeligida hop Rasulullohning jiyanlarini Ansoriy Rasulullohning jiyaniligini bilmasmidi? Ya'ni Rasulullohga "Yo Rasululloh, bu jiyaningizmi?" deb so'raydigan narsa, bu savol bilishlik uchun berilgan savol degan narsa birinchidan noto'g'ri. U Ansor bilardi Rasulullohning ammasining o'g'li ekanligini. Ikkinchisi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azablari chiqdi. Rasululloh savolga g'azab qilmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u narsani Rasulullohga e'tiroz ekanligini va e'tiroz bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam birinchi qilgan hukmlarida fazl qilayotgandilar. Fazl qilib, mayli qo'yvor suvi, ariqlaringni to'ldirmasdan dedi. Mana hadisni matnida ham aytayaptiki, u e'tiroz qilgandan keyin, sizni ammingizni o'g'li-da degandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi haqiqiy hukmni ijro qildilar. Ya'ni endi ariqqacha to'ldirib olasan dedilar. Bitta hech qanaqa savol emasdi. O'sha Rasululloh chiqargan hukmga rozi bo'lmayapti. Mana shu Nisa 65dagi holatga tushmayapti. Lekin uni takfir qilmayapti. Na Alloh azza va jalla bu yerda oyatda takfir qilmayapti, na Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu kishini yoki Zubayr Avvam radhiyallohu anhu takfir qilganligi haqida dalil yo'q. O'sha Muhammad alayhissalomdan shu so'raganliklarini o'qingchi boshqatdan shu arabiy matnni. Arabiy matnni men bilmayman deyapman-ku sizga. Ha? Muhammad alayhissalomga amakingizning o'g'li bo'lgani uchunmi dedi, to'g'rimi? Shunaqa dedi. Qani bitta e'tiroz degan joy so'rayapti. Qanday qilib so'raydi? Mana Ansor bitta joyda yashaydi, sahobalar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni qarindoshlarini hamma holatni biladi-da, qanday qilib Rasulullohdan so'raydi? Ya'ni bu savol inkor bo'lmasa, ya'ni Rasulullohni adolat qilmadi deb hisoblamasa, nimaga Rasululloh g'azab qildilar unga? Nimaga bo'lmasa takfir qilmadilar, Alloh takfir qilyapti. Qarang, bu yerda birinchidan Alloh takfir qilmayapti. Ikkinchidan savolga javob bering. Qarang, Nimaga Alloh taolo takfir qilyapti, Muhammad alayhissalom takfir qilmayapti? unda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga e'tirozingiz bormi? Qarang, Rasulullohga sizning e'tirozingiz bormi unda? Hech kim kufr keltirgan yo'q deb aytdi. Qarang, bu yerda hozir keyin qizlari qizarib ketdi deyilyapti, to'g'rimi? Hop, to'g'ri. Endi hozir oyatda Alloh subhanahu va taolo shu kofir bo'ladi deb takfir qilyapti. Kofir bo'ladi degan yo'qda. Takfir qilmadilar. Kofir bo'ladi degan Nimaga yo'qda. hozir takfir qilmoqda? Qarang, birinchidan siz hadisda aytyapsizki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga u savol qildi deyapsiz. Bu savolda aslida istifhom inkoriy bor edi. Ya'ni yo Rasululloh, siz eshitib turing-da. Qarang, yo Rasululloh, siz ammingizni o'g'li bo'lgani uchunmi meni zararimga hukm qilyapsiz, deyapti u sahoba. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz zararimga hukm qilyapti degan joyi. Ketmangchi. zarariga So'z o'qingchi. qarang, u Ansoriy So'z o'qiy olasizmi? so'zni yo'q, o'qiy olmayman, men bilmayman deyapman. Men johil odam bo'lsam, sizlardan ilm o'rgangani keldim dedim-ku. Bilib keldi bo'lmasa. Qarang, sizdan mana bilishlik uchun sizga keldim-da hozir. Hukm qilyapti-ku. Hammatik nima degani? Qarang, mana shu hukm uchun bo'lyapti-ku. Yo, savolga javob bering. Nima degani shu yerda? Istifhommi, istifhom emasmi? Aha, istifhom. So'rayapti ekan, to'g'rimi? Ha, so'rayapti. Ya'ni istifhom doim Ana ibn ammatik nima degani? yo sizni ammingiz o'g'li bo'lgani uchunmi deyilyapti-da. Siz shuning uchun meni zararimga hujjat qilyapsizmi deyapti-da. Zarariga hujjat qilgani uchunmi degan joylarni to'g'ri beringchi. Ha, bu hukm shu uchunmi deganida. Ya'ni shu ammingizni o'g'li bo'lgani uchunmi? Yozuv bilan gaplashaylik, tushunchalar bilan emas. Yozuv bilan gaplashaylik. Ha, siz ham hozir tushuncha bilan gaplashyapsiz-da hozir. Tushuncha bilan gaplashganim yo'q. Kana ibn ammatik degani ammangizni o'g'li bo'lgani uchunmi deb so'rayapti. Men matnda o'qiyapman. Tushunchamni aytganim yo'q. Xo'p, qarang, bu Savolmi, harf savolmi? istifhom. Qarang, harf istifhom doim savolni ma'nosini beradimi? Ya'ni inkor ma'nosida kelmaydimi? Masalan, Alloh taolo Qur'onda aytadi, "Ilahum ma'alloh" deydi. Alloh bilan birga iloh bormi deydi. Shunda bu istifhom Alloh bilish uchun so'rayaptimi? Ya'ni Allohdan boshqa ilohlar bormi deb Alloh bilishlik uchun bitta istifhom qilyaptimi? Boshqa narsaga qochib ketmang. Yo'q, qochib ketganim yo'q. Siz istifhom, bu yerdagi istifhom inkoriy istifhomda, tadabbur. Rasulullohga e'tiroz qilyapti, Rasululloh g'azab qilyaptilar. Qarang, bu yerda g'azab qilyaptilarmi hozir shu yerda? Rasululloh g'azab qilyapti, Rasululloh g'azab qilgandan keyin oyat nozil qilyapti. Niso surasining 65-oyati. Hozir to'xtang mana. Mana shu yerda kazzoblingiz chiqdi. G'azab qildilar degan joyini to'g'ri beringchi. Rasulullohning yuzlari qizardi degani nima degani? Xursand bo'lganliklarimi? Yuzlarining o'zgarganligi. G'azablansa qizaradimi yuz? Rozi bo'lsa qizaradimi? Xursand bo'lganligidan qizaradimi? Endi bu sizni tushunchangiz-da. Hop, sizni tushunchangiz g'azab qanaqa? qilyapti deyapsiz. Ana shu e'tiroz qildi deyapsiz sahobaga. Tadabbur nima bunaqa qilmassiz, chiqib qo'yganinglardan keyin. Ko'rinib turibdi, g'azab qilayotgan. Keting qutib najosat. Hozir bu yerda To'g'ri yo'q gapiryapti. matnlarni keltiryapsizlar-da hozir. Yo'q, matn emas-ku mana. Ammangizni o'g'li bo'lgani uchunmi degani hozir sizga e'tiroz bildiraman deganim.
E'tiroz bo'lmasa nimaga oyat nozil bo'lyapti? Niso surasining 65-oyati. Nimaga oyatda takfir qilyapti Alloh taolo? Qani takfir qilgani? Kofir bo'ldi demayapti-ku Alloh taolo. Mana qarang. La yu'minu nima degani? La yu'minu Mo'min bo'lmaydi degan. Mo'min bo'lmaydi degani. Yo'q, yo'q. La yakunu mu'minan nima degani? Birsam bo'ladimi? Mana birodar gapirishiga ruxsat bering-da, mana shu 2 minutga ruxsat. Qochib ketmay turing Qarang, hozir. men oyatga javob berdim, qochmadim shu yerdaman. Oyatda vala va robbika la yu'minu hatta, qarang. Mo'min bo'lmaydi, hatto o'rtalaridagi Mana yerda takfir qilayotgani. Takfir yo'q-ku yerda. takfir yo'qda, nima? Hozir mana. La yu'minu nima degani? Bitta-bitta gapiringlarchi. Mo'min bo'lmaydi. Qaramaydi, gapiringiz. La yu'minu degani iymon keltirma. Mo'min bo'lmadilar, iymon keltirmadilar degani. Xo'p, qani bitta takfir. Iymon keltirmadilar emas. Iymon keltirmaydilar degani, to'g'rimi? Iymon keltirmaydilar degan, xo'p. Iymon keltirmaganlar kim bo'ladi? Ha, iymon keltirmayaptilar degani. Ha, iymon keltirmasa kim bo'ladi? Ardam kofir bo'lmaydi. Qayerda yozilgan shu? Hadisda yozilgan. Iymon keltirmasa har safar ham kofir bo'lmaydi degan hadisni o'qib beringchi, marhamat. Mana. Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu. Qila. Man ya Rasululloh. Iymon keltirmasa har doim ham kofir bo'lmaydi degan hadis o'qib bering. Mana. Mana vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu. Ha, uch marta aytilyapti. Hop, uch marta Alloh nomi bilan qasam ichilib iymon Davoyizga keltirib bering. Har safar ham iymon keltirmasa mo'min bo'la olmaydi degan hadis keltirib bering. Boshqa narsa aytmayman. Yo'q, mana qarang. Tog'ga chiqish shirkmi desa, bittasi yo'q desa, tog'ga chiqish shirk emas degan hadis olib kelib berdi olmaysiz. Men tog' haqida gapiryapman. Farqi yo'q. Men sizga hozir mana hadisda vallohi la yu'minu deganda odam kofir bo'lmasligini Savolingiz botil savol bo'lyapti-da, tadabbur. qiynalib qoldinglar. Qiynalib qoldingiz-da, shunga to'g'ri savol beryapti-da, birodar. La yu'minu nima degani? La yu'minu to'g'ri gaplashinglar, to'g'ri. La yu'minu. Keling, men gapiring, 2 minut bering. Gapirib oling. Dalil bilan gapiring. Hadis dalil emasmi? Vallohi la yu'minu. Vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu, vallohi la yu'minu. Nima degani? Iymon keltirmaydilar deyapti. Allohga qasamki degan joy qani? Ha, Allohga qasamki iymon keltirmaydilar deyapti. Albatta Allohga qasamki deyilib, iymon keltirmadi degan odam kofir bo'lmagandan keyin hadisda qo'shnisiga ozor bergan odam. Qanaqa qilib siznikida falla va robbikada bir marta qasam ichilganda kofir bo'lyapti. 2 martada Eshitding bo'lmadi. Ya eshitding bo'lmasa mana javob beryapman. Ha, qo'shniga ozor bersa siz e'tiqodingizda kofir bo'lmaydi, to'g'rimi? Bo'lmaydi. Aha. Shunda hozir mana shu hadisga kofir bo'lasizmi? Nimaga? Ha, iymon keltirmaydi deyapti-ku. Chunki bu yerda kichkina o'sha dindan chiqarmaydigan narsaligini aytyapti. Iymonni qayerda dindan chiqarmaydigan kufr bor? Shuni aytib beringchi. Mana mashta bor. Nimaga? Qo'shnisiga ozor berib dindan chiqarmaydigan kofir bola iymon keltirmaydi deyapti. Bu yerda kichkina kufr haqida gap yo'q. Chunki dalchi buni dindan chiqaradimi, dindan chiqarmaydi, mana bilishi uchun amaliga qarang. Qarang, buni dindan chiqaradi yoki dindan chiqarmaydi bo'lganini qarang. Dindan chiqaradi yoki dindan chiqarmasligini bitta lafzi undan keyingi kelayotgan amaldan bilamizda. To'g'rimi? Yo'q, hozir mana aylantirib, qochib bir narsalar qilib ketmang. Hozir ochiq oyat qabul qilamiz. Qo'shniga ozor bergan kishi mo'min bo'ladimi, bo'lmaydimi? Musulmon bo'ladi, mo'min bo'lmaydi. Qayerda yozilgan musulmon bo'ladi? Chunki Kofir bo'ladimi unda tadabbur? Musulmon. Hadis ayting. Hadis. O'zingiz fikringizni aytmang, chunki لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله قال الذي يأمن جار لا يأمن جاره بواقعه متفق عليه. Hadisga iymon keltirdik. Amanna. Shunda hozir qo'shniga ozor bergan kishi mo'min emasmi? Ne kofir bo'lmayapti? Nimaga kofir bo'lmayapti? Vallohi la yu'minuga sizlar osildinglarmi Niso 65da? Fala va robbika la yu'minu deyapti, shunga kofir bo'ladi. Men sizga olib kelib beraman. 3 marta vallohi la yu'minu degan odam kofir bo'lyapti. Nimaga iymon keltirmayapsiz bo'lmasa shu hadisga binoan nimaga qo'shniga ozor bergan kishi kofir demayapsiz? Siz nimaga kofir demaysiz shu odamni? Men sizga savol beryapman. Mana sizga aytaman, chunki sizni ham aqidangiz bu. Qo'shniga ozor bergan odam kofir bo'lmasligi. Ha, men aytyapman. Sizga mana javob beryapman. Siz ham shu ana javob berasiz. Mana shu javobingiz nima? Kofir bo'ladimi? Nimaga qo'shnisiga ozor keltirgan? O'yin misol javob beradi. Mikrofonni yoptiring, shovqin bo'lib ketyapti. Qo'shniga ozor berdi. Gapirgani qo'ymayapsiz-da. Qaramang.
gapirgan qo'ymayapmiz. Qo'shniga ozor bersa, mana shu kofir bo'ladi degan hadisni olib keladimi tagiga yoki bo'lmasam boshqa narsani olib keladimi? Biz qabul qilmaymiz. Qo'shniga ozor berishlik kufr emas. Kimdir qo'shib qo'ygan bo'lishi mumkin. Sizlarda sizlarda o'sha qo'shib qo'ygan. qo'shiladi. Kimdir qo'shib qo'ygan bo'ladi. Sizlar bilan hozir gapirishi nimasi? Chunki sizlar hadis inkorchisizlar hozir. Sizlar bo'lmasam iymon keltiringda, o'zingiz inkor qilmagan hadis. Hozir kofir bo'ladimi qo'shniga ozor bersa kofir bo'ladimi? Kofir bo'lmaydi, o'shanga vallohi O'zingiz qabul qilgan hadisga kofir ekansiz-da bo'lmasa. O'zingiz qabul qilgan hadisga kofir ekansiz. Men Javobini eshitdingda, tadabbur. Sizlar nabarat Nimaga hadisni qabul qilmayapsiz? Hadisda mo'min bo'lmaydi deyapti-ku. hadis Mo'min bo'lmaydi deyapmiz deb. Yo'q, biz qabul qilib nimaga kofir bo'lmaydi? Kofir bo'lmaydi deyapsiz bo'lmasa. Alloh aytyapti-ku, Muhammad alayhisalom aytyapti-ku. hadisni lafzida aytyapti, kofir ya'ni iymon keltirmadi deyapti, lekin kofir bo'lmayapti deydi o'sha odam. O'zidan Nimaga hadisni inkor qilyapsiz bo'lmasa? Mas siz qilyapsiz-ku, qo'shib qo'ygan deb. Men butunlay inkor qildimda, men aytyapmanki, yo'q, unday emas deyapmanda, mo'min bo'lib turib, musulmon bo'lib, mo'min bo'lib turaveradi deyapman. Siz aytyapsiz, qabul qilaman deyapsiz-da. Qabul qilaman deb turib, mo'min bo'lmas ekan. Lafzida qanday problema bor? Eshittiring, mo'min bo'lmaydi deyapti. O'sha iymoni bo'lmas ekan, la yu'minu. Iymon bo'lmas ekan deyapti. Siz ham qabul qilyapsiz, ham yo'q, mo'min bo'laveradi, iymoni bor bo'ladi deb lafzda inkor qilyapsiz. Nimaga shuni inkor qilyapsiz, qabul qilmayapsiz? O'sha chunki arablar shunaqa ishlatishgan. Arablar qayerda yozilgan shunaqa? Mo'min bo'lmaydi desa, mo'min bo'ladi deb tezroq tushunganmi arablar? Ha, mana shu hadisda mo'min bo'lmaydi deyapti. Tezroq tushunganmi hozir? Eshitib turing. Men gapirayotganimni siz ham o'chirib turing mikrofonni endi. Ha, tushuntirib bering-da. Oyat hadis bilan. Vallohi la yu'minu deganda siz aytyapsizki, polnosti iymoni bo'lmaydi deyapsiz. Oyog'iga keyin qarasang, iymoni bor, ya'ni musulmon bo'lib chiqyapti. Shundan kelib chiqadiki, vallohi la yu'minu degan lafz doim dindan chiqarishga ishlatilmas ekan deyiladi. Tushundingizmi? Arablar ishlatishi shu. Shunga bir hadis oyat olib bering. Doim shunaqa ishlatilmaydi degan oyat hadis olib bering. Oyat nasi 65 da. Doim shunaqa, doim shunaqangi ishlatmanglar degan oyat hadis olib bering. Shu qoidangizga. O'sha qoidaga ishlatilmasligi siz qo'ygan usulda siz kofir bo'lmaydi deyapsiz-ku. Bittasi topqa umuman shu. Eshitding? Bittasi topqa chiqish shirk desa, shirk emas desa, bo'pti, topqa chiqish shirk emas degan bitta topga ber yoki hadis olib berdi hozirmi hozir? Ya'ni qiyos bu haqda gaplashgan yo'q. Siz aytyapsiz, mo'min emas degan oyatda mo'min bo'laveradi deyapsiz. Bu hadisni bo'lmayman deyapsiz. Siz tan olyapsiz-ku. Mana shu hadisni tan olyapsiz, kofir bo'lmaydi deyapsiz. Kofir bo'lmasa, vallohi la yu'minu degan lafzni qayerga qo'yamiz? Tushuntiring. Vallohu, men aytyapmanki, vallohi la yu'minu deb iymon keltirmaydi deyapti. Demak, kofir bo'lar ekan. To'g'rimi? Qo'shnisiga ozor bergan odam kofir, to'g'rimi sizda? E'tiqodingizda shunday qabul qiling-da, hozir hadisni qabul qilyapsiz. Yo'q, bo'lmaydi ekan, to'g'ri? Yo'q, men aytyapman, men aytib bo'ldim. Hozir siz hadisni inkor qilyapsiz. Tan olasizmi? Yo'q, mana qo'ying deyapman. Xo'p deyapman. Qarang, siz shu hadisni qabul qilyapsiz. Nimaga hozir iymon keltirmaydi ekan? Umuman iymon keltirmaydi ekan. To'g'rimi? Qasdcha aytyapti. Nimaga siz iymoni bor? Chunki meni aqidamda, men sizga boya ham aytdim. Bizni savolga javob la yu'minu kalimasi, la yu'minun yoki la yu'minu kalimasi doim dindan chiqaradi degan ma'noni bermaydi dedim va qayerdan olyapsiz shunga dalil aytingiz. Har safar Muhammad alayhisalom aytgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Mana muttafaqun alayh hadis olib keldi Buxoriy Muslim. Mana qarang. Shoidani inkor qiling yo oling. Qaysi men sizga aytyapman. Mana eshitib gaplashing, eshitmayapsizmi? Hozir mana shu qo'shnisiga tugatganingizdan keyin gapiryapman hatto. Ha, mana qarang. Qo'shnisiga ozor bersa, iymon bo'lmas ekan. To'g'rimi? Qarang, tadabbur. Biz la yu'minuni qarang, mo'min bo'lmaydi deyapmiz. Ya'ni kamolul iymonni nafiy qilyapmiz. Aslul iymonni emas. Hadisni inkor qilmayapmiz. Chunki hadis dalolat qilayotgan narsa. Iymoni yo'q deyapsiz-ku, nimaga hadisni inkor qilyapsiz? Iymoni yo'q deyapsiz, bor deyapsiz. Teskari gapirgansiz. Iymoni yo'q deyotgani yo'q, mo'min bo'lmaydi deyapti. Bu sizni tushuncha. Mo'min bo'lmaydi degani yo'q, iymon keltirmaydi degan.
Mo'min bo'lmaydi deyapti. Iymon keltirmaydi. Mo'min bo'lmaydi. Kamolul iymonni nafiy qilyapti. Aslul iymonni emas. Komil iymonni qasd Komil deb nimaga qo'shib olyapsiz? Komil iymonni kofir bo'lmayotgani uchun qo'shib O'zi hadis o'zgartiruvchisiman demaysizmi boshida? unaqa emasda tadabbur hozir. o'qituvchisiman demayaptimi boshida? Ha, shu kufr bo'lmagan narsani kufr degan hadislarda hammasini inkor qiladi. Unda hadis inkorchisi bo'lgan najas ekanlar. Yo'q, hadis bo'lmaydi o'sha. Hadis emas. Matn inkor qilgan bo'laman. Qaysi Buxoriy bilan Muslim hadis deb tursa siz nima haqqingiz hadis bo'lsa nimaga qabul qilmayapsiz? Iymon keltirmaydi desa siz keltiradi deyapsiz. Ya'ni sizda hozir oyatga zid kelyapti deb hadis inkor qilyapsiz, to'g'rimi? O'zingizcha fikringizda deb ham. Iymon keltirmaydi deyapti hadisda. Vallohi qo'mat siz qabul qilmayapsiz. Nimaga iymon keltirmaydi demayapsiz? Hadisda iymon keltirmaydi deyapti-ku. Unaqa demayapti. Vallohi la yu'minu nima degan? Iymon keltirmaydi vallohi. O'sha dindan chiqadigan iymon emas bu yerda. Dindan chiqadigan kufr emas, dindan chiqadigan iymonni buzadi. Qayerda yozilgan shu dindan chiqadigan kufr emas degan jumlani topib kelingchi? Musulmon bo'lib qolishi bu yerda. Niso surasida dindan chiqaradi degan jumla bormi? Tadabbur. Niso surasining 65-oyatida dindan chiqaradi degan lafz bormi? Sababi nuzul ham o'sha-ku. Sababi nuzulni so'rayapti. Subhanalloh. Sababi nuzul dalil emasmi? Hadis dalil emasmi? Jahlul murakkab. So'rayapti sahoba. So'radi, yuzlari qizarib turib. So'ragani yo'q. Aytyapti, qarang, gapirib. Ankara nima deyapti? Ankara nima deyapti? Hammangiz o'g'li bo'lgani uchunmi bu hukmni chiqdi? So'rayaptimi? Ya, bu hukm nima qildingiz deb qo'shib olmangda. Qo'shib olmangda u jumlaga. Agar sizni yuzingizga ursa, pul o'g'irlaganim uchunmi desangiz agar, jahlingiz chiqqan bo'ladimi yoki prosta so'raganingizmi? Nima uchun urgan ekan? Shunda sahoba o'g'rimi shunda? Richon bet to'g'ri, misol keltiraman. Richon bet dadam, dadam Richon bet. Hadisni tushunishligingiz uchun misol keltirilyapti-da. Bittasi sizni nimadir qiladigan bo'lsa, Tadabbur, ovoz bormi? Qarang, e'tiroz bilan nima bormi? E'tiroz bilan ham savol beradimi odam, bermaydimi? Yoki sizda faqatgina savol berganda istidrokiy bo'ladi, ya'ni bir narsani o'rganish uchun bo'ladi savol. E'tiroz bilan savol bergan bo'lsam, shu e'tirozligini bildiraman. Hozir bitta hadisda e'tiroz bildiryapti. Qayta yozilgan shu e'tiroz. Mana bu ammangiz o'g'li bo'lgani uchunmi shu hukmni qilyapsiz? Savol beryapti, to'g'rimi? Nimaga e'tiroz qilyapti? Yoqmadi. E'tirozni biz tushundikda, shu sizning haqingizda shu. Haqingizga ergashadigan narsa. Hamma sizdan boshqa hamma shunaqa tushunadi, vallohi. Hamma mushrik ekan. Davay unda O'zini fahmi bilan tushunadi. Mushrik ekan. Ibn Taymiyyah boshqasi. Siz ham o'zingizni fahmingiz bilan tushunyapsiz-da, tadabbur. qanaqa tushunarkan? Masalan, siz Arablar bilan nima yozuvga vahiyga iymon keltirganman, arablarga emas. tamam, nima unda vahiyni qabul qilmayapsiz? Siz men qabul qilyapman. Yo'q, qabul qilmayapsiz. Niso 65 da qabul qildim. Ha, mo'min bo'lmaydi, mutlaq deyapti. Qasam bilan kelyapti. Mana nima ikkita mazga hadis olib keldim, siz sindirib yubordi aqidangizni, nima qilishni bilmay turibsiz. Prosta so'z o'yini. Yo, siz so'z o'yini qilyapsiz. Hozir hadisni qabul qilasizmi? Hozir qo'shni hadisini? Odimni qabul qilmayman, siz qabul qilmayapsiz-ku. Nimaga qabul qilgan bo'lsangiz iymoni bo'ladi deyapsiz. Hadisda iymoni yo'q deyapti-ku. Dindan chiqarmayapti deb o'sha amal, vallohi la yu'minu 3 marta aytilsa ham. Kelyaptimi yo'qmi? Bekitib qo'ying. Mayli, bitta gapiraylar, mayli, bitta mayli. Kelinglar. Ha. An-Nisa surasi 59-oyatda nima deyapti? Mana shu oyatga bog'lasak 65gacha. Yo'q, hozir mana shu 65 ni tugatib olaylik-da. Nima deysizlar mana shu hadis borligini nima qilasizlarmi? Yo'q, kelamiz. Sababini 59da. 59da nima Hozir deyapti? bog'lasangiz, mana meni birinchi Sababi o'zini bir narsani hal qilmaydi. Yo'q, usbutul arshi summa nima deydi arablar? Bir narsani birinchi kelishib olaylik. Arablarga iymon keltirmaganmiz biz. Aytib qo'y, qaramang. Qarang hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam arab bo'lganlarda, demak Rasulullohga iymon keltirmagansizlar, to'g'rimi? Tadabbur. Arablarga iymon keltirmaymanmi? Demak Rasulullohga iymon keltirmagansizlar, shunaqami? Lozimul qovuldan Rasulullohga iymon keltirmagan. Rasululloh arabdi. Rasululloh arab bo'lganlar-da. Arabmi, ajammi payg'ambarga iymon keltirmagan. so'z o'yini qilmanglar ham o'zi. 59-oyatda nima Arablarga kofir degan Rasulullohga 59. Ha, nima deyapti? Qolganlar aralashmay turinglar. Yo'q, Hukmni Alloh va Rasuliga qaytarmagancha nima bo'ladi? fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va Rasuli. Ha. Shunda tog'utga qaytarsa bo'ladimi? Hukm Bo'lmaydi. Ya ayyuhallazina amanu atiyu Alloh va atiyu rasula va ulil amri minkum. To'g'ri? Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allohi va Rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ha, shu hukm masalasi kelyapti. Endi shunda qarang, endi shu savolni sizga beraman men. Hali yuqorida bormisiz yo'qmi deb Abu Yusufga berdim. Mana misol uchun dedim. Nauzu billah. Mana men bordim. Bir sinfdoshim deylik, ana mana
molimni o'g'irladi, demokratiya hukmiga bordim. Demokratiya. Bordim degani, mani molimni o'g'irladi. Qarang, Alloh va rasuliga qaytarmayapman. Unga boryapman, shunda kofir bo'lamanmi yo'qmi? Yo'q, bo'lmaysiz. Agar shariatni ustun qo'ysangiz. Mani shariatni tashlab boryapman. Shu dalili qayerda? Misol uchun shariatga Dalili borgingiz qayerda? kelyapti. Ha, shariatga borgingiz kelyapti. Chunki Hozir uni kufr tushundim. emas, kufrligiga dalil yo'qligida. Tushundingizmi? Bir narsani, masalan, musulmon odamni dindan chiqarish uchun 100% kufr. Nega kim Alloh nozil qilgan narsaga hukm qilmasa kofir deya to'xtang. Kim Alloh nozil qilgan narsaga hukm qilmasa kofir deyapti-ku. O'shani Ibn Abbos 6 ta kanalidan kufrduni kufr deb sahih bo'lib kelganda 7-si. Nima qilayin endi? Yo'q, unaqa demagan. Unga kelamiz keyin. Unaqa. Yo'q, men bilan o'shani xohlasangiz Ha. ertalab Ibn Abbos tasmang mayli. Ibn Abbos Allohga qarshi gapirgan, shunaqami? Yo'q. O'sha salaflarni tushunishi, sahobalarni tushunishi shu bo'lgan. Yo'q, menga kerak emas bir kishini tushunishi. Chunki o'shalar bilan tushunishi bilan tushunasiz, o'zingiz tushuna olmaysizda. Yo'q, unaqa emas, unaqa narsa yo'q. Vallohi o'shalarniki bilan tushunasiz. Boshqacha siz tushuna olmaysiz. Mana Yo'q, hozir ham ko'rib turibman, tushunmayman o'zingiz tushunayotganinglarni. Qabul Hozir qilmayman. o'zingiz tushunayotganlar yo'q. Mani qarang, kim Allohga zid gapirsa qabul qilmayman. Hech kimni qabul qilmayman. Bu chunki Allohga zid deb sizning fikringizda. Bu Alloh yoki Rasulning fikri emas bu. Yo'q, mani qarang, mani nimaga mana Allohning shariatiga emas, boshqa shariatga murojaat qilinyapti. Nima uchun kofir bo'lmayapti? Chunki Dalili kofirlikka dalil yo'q. Qani o'shanga kofir bo'ladi degan dalil bormi? Kim Alloh nozil qilgan narsa ila hukm qilmasa kofir deyapti. Yo gapi unga ham o'tamiz, mayli. Hozir mana shu Muhammad alayhisalom kofir deyapti. Qarang, Niso 59 bilan 65 orasidan topa olmadingiz unda. hozir yo'q, topdik. Tamam. Bor hamma Qani? narsa. Turib Olib keling unda o'shani. savol berdingiz-da mana. Oyatlar bilan tafsir qilinadi. Bir oyatni olib